Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lg'ay. Ovoz tekran qildi. Xo'sh. Bugun diqqatingizga Mavlon Yasin afandining yana bir izdenishi kishilik huquq tarixi haqidagi programmani sunamiz. Xabarimizda bo'lgandek, chet el lobbichiligida, ya'ni chet eldagi siyosiy da'vo faoliyatlarimizda bo'lsin, vatan ichidagida bo'lsin, qilgan qarshilik namoyish qatorliqlarimizda kishilik huquqlarimizni qo'lga keltirish uchun jiq tirishchanliklarni ko'rsatgan bo'lsak, bu natija e'tibori bilan berilgan bedellarning qarshiligida loyiqada javob ololmay kelganligimiz bir amaliyot. Biz turli sohalarda hozir qadar o'zining mustaqil izlanishlarini sunib kelayotgan Mavlon Yasin afandininki har programmasida biz uchun qimmatli vaqtini ajratganiga loyiq shakldagi mevalarini sunib kelayotganligini guvohlab turibdik. Bugungi programmada biz kishilik huquqning tarixi haqida degan bu tema bilan boshlangan bu mazmunda kishilik huquqqa aloqador biz bilishga tegishli bo'lgan, bilishga qiziqadigan, bilmay qolgan taraflarimizni to'liqlaydigan bir programma bo'lishi umidi bilan ekranimizda Mavlon Yasin afandi. Assalomu alaykum Mavlon aka, xush keldingiz. Va alaykum assalom uka. Ben bu programni yozib qilishimdan nimasi yaqinda shu bir oy burun Hollywoodga bordim. Hollywood deb qo'ydik Uyg'urlar. Hollywoodda butun dunyoning madaniyatini bekitadigan yer deydi. Hollywoodni oldiga borsanglar yo'g'on bir yer chuvar bor, peqirab turgan. Biz peqirtimiz deydi. Sen ati nima kiysa, qanday kiyim kiysa biz belgilaymiz. Sen nima tamoq yeysan, nimani ko'rsa biz belgilaymiz deydi Hollywood. Shu yerda taqqa qarash, yo'g'on tog'da shu 101 degan yo'l bor, shu tez suratli yo'l, shu yo'lning yinda taq qarsanglar Hollywood degan xat bor. Har bir xatning egizligi 15 metr keladi. Har bir so'zning, harfning Hollywood degan harfning egizligi 15 metr keladi. Shu yerga kelib, o'sha Hollywood Muşunçılaqını 1920 neçə 100 yıl bo'libdi asha tiklanib ketdi. Har qanday buran chapqonga bardosh berib, mushu o'zini yo'qotmay dunyodagi eng mushu dunyoning siyosatini bekitgan bir nimaga aylanib qoldi. Madaniyatini Hollywood dunyoning kinosi Hollywoodda ishlandi. Har qanday dunyoning artisti Hollywoodga kamigacha dunyo artisti bo'lolmaydi. Sizlar Gollandiya, Fransiyaning artistlari. Hollywood Masalan bu kiyim kechak orqali, osh orqali biz nima kiyamiz? Amaliyot bizning kiyayotgan kiyimlarimizni oshlar belgilaydi. Osh kinolardagi artistlar qarab biz o'rganamiz. Nima yeydi? Qandoq yurdi? Nima kiydi? Oshlar bizning ideyalarimiz, oshlarning so'zlari bizning kundalik so'zlarimizga ta'sir qiladi. Bolalar. Kino bu tashviqot kuchi degan. Oshlar nimaga taqqa qarab o'zim o'ylab qoldim. Ben deyman, ben o'zim bir yumshoq detal injinier ham matematik tadqiqotchisi. Mening tadqiq qilganim abstrakt matematik. Abstrakt matematik deganda eng işte har qanday namaga biz aniqlama beramiz. Aniqlama degan gap g'arbdan kelgan gap, Uyg'urlar sharqda bo'lmagan burun. Masalanga bunda tuzsizlik, burun bizlar tuzsizlik degan nima desa, bunda bir sijoqni qo'yib qo'yamiz, mana tuzsizlik deydi. Ashuni bir so'z bilan ifodalamagan. Tuzsizlik degan ikki nuqtaning oralig'idagi eng qisqa ikki nuqtaning o'rtasidagi eng qisqa oraliq deb bular aniqlam bergan. Har bir so'zga aniqlam berdi. But degan nima? Kupuk degan choyning kupugi nima desangiz, masalan, suvni ko'rli qo'yib qo'ydi, biz mana osh kupuk deydi. So'z bilan ifodalamaydi. Har qanday narsa, masalan, kupuk degan bu Amerikada ikki jismning kesishi deydi. Kupukning ichi bir jism, sirti bir jism. Muşunun aniqlim bergandiki, masalanga dengiz bilan quruqlik ikki jismning aniqlimasi. Ayrıqlarning ichi sirti ikki nima? Oshi bir narsa butun narsaga yakunlab ilm fan taraqqiy. Har qanday narsaga avval nima deganlikni aniqlim berish kerak. Shuni aniqlim berganda andin uning nazariyasi taraqqiy qildi, ilm fan chiqdi. Boshqa biz yumshoq detallarni taraqqiy jarayonida bugun mushuni qilamiz. Masalanga OpenAI ochiq oshkora yumshoq detal bu nim degan gap. Osh to'g'riliq avval aniqligini berdi. Shunda turib, men ashaq taqqa qarab turib o'ylab qoldim. Mushu Uyg'urlar kurash qilmadi.
Masalan, oldingi asl qilsak, ta 100-200 yilga yaqin to'xtamay kurash qildik, to'xtamay mag'lub bo'ldik. Bu mustaqil harakatimiz nima uchun mag'lub bo'ldi? Shuni bir so'z bilan ifodalab boqay dedim. Uni dedim, buni dedim. Zat ashad qandoq qilsam, bir so'z bilan bizningki oldingi 200 yillik mustaqil harakatiga ilib borgan kurashlarimizni ifodalaymiz degan nimada eng oxir o'ysam, meni chiqargan yakunim bu 200 yilda biz dast turib mustaqillikqa intilmabdik. Tez pukib mustaqillikni talab qildik. Yani mustaqillikni olmabdik, talab qilibdikmi? Biz dast turib mustaqillikqa intilmabdik. Tizimizni pukib turib mustaqillikni talab qildik. Bu meningki hozir qadar chiqargan oldingi 200 yildagi Uyg'urlarning mustaqil harakatiga bergan iniqman bo'libdi. Endi nimishqa mushundaq bo'ladi desak, biz Uyg'urlar nurg'un narsalarga iniqlimiga iniq emas. Masalan, bir tipik misolni aytsak, oldingi nimada, oldingi dunyo huquqining raisi Dolqin Aysa Uyg'urlar indigeniyasga viveskini ko'tarib chiqdi. Shu vaqtlarda indigeniyasga nima gapligini uqmagan gapda, oz kundan keyin masalan Umar Qanotlar o'zining a'zolarimi buni qo'llamaymiz dedi. Oz kundan keyin o'zimi men Uyg'urlar indigeniyas deganni men qo'llamayman dedi. O'zi ko'tarib chiqqani o'zi bu haqiqatda ekranda bo'lgan gap. O'zi da'vatida demak, har bir ishlarni qo'llanganda shu iniqlam emasda Rabbimdan bilan masalan shu o'z taqdirini o'zi belgilash, shu Rabbimdan bilan batavridim chiqqan. Rabbimdan inglizcha hech nima bilmaydi. O'z taqdiri degan o'zi nima gaplarni bilmaydi. Iniqlimsizda shuning uchun men bu 4 iniqlimini Uyg'urlar tushunmay qilibdi. Men bir tirishib mushularni bir-birlab tushuntirib boqay deb bir intilish bo'ldi mendiki. Masalan, bir necha huquqim bor. Kishilik huquq, o'z taqdirini o'zi boshqarish, belgilash, avtonomiya. Avtonomiyaning ichida millat inchiklasak yana siyosiy avtonomiya degan bor. Kim vaqtlar kasqila, uningdagi mustaqil. Bularning nim aloqasi bor. Bular nim degan gap, mustaqil degan nim degan gap. Hozir mustaqil degan o'zimizning davlati bo'ldi deganda bizning tushunchamiz shu yerda shu tugdi. Bizning davlatimiz bor chiqarib etimiz degan. Bu hukumning tarixiy iqimi qandoq? Bu taqdirning men mushularni bir nim qilib boqay degan ideyada o'sha kishilik huquqdan boshlay dedim. Bu bir-birlab hukumlarga intilib boqay dedim. Endi Alloh taolo dinimizda salomat qilsa, bir tat hukumlar intilib boqay deb birinchi kuni bugun men sizga kishilik huquq bugungi nimamiz shuning to'xtasin, mushuna qilsa haqchan 4-5 ga bo'lindi bir boqay bir intilishlik. Sizlarning mushuning to'liqlashinglarni hammanglarningki kirib mushu xato yerini to'liqlab mushunga to'liqlim berishinglarni umid qilma har bir anglag'uvchilarningki. Kishilik huquq masalan Ben bir savol so'radim ishada. Yaxshi bo'ldi. Men izdinish maqsad g'oyangizni anglatganingiz. Meni so'raydiganim sizning hozirgi mush programmani taqdim qilmoqchi bo'lganingiz yoki bundan keyingi mush 4 huquq haqidagi yechim izohatni izni qilishingiz kuzatish nuqtangizda siz bir Uyg'urlik Sharq Turkistonlik bo'lish sifatingiz bilan kuzatdingizmi yoki bir ilm odim bo'lib o'ttirib bir ko'znak turib kuzatdingizmi? Yaxshi savol qo'ysiz. Men Uyg'ur bo'lish sifatim bilan. Tamam. Uyg'ur bo'lish sifatim bilan. Kishilik huquqqa mening hozir qadar tushunimda kishilik huquq bu hukumga tushunmagan shu Uyg'urlar qolibdi. Shuning uchun men Uyg'urlarga so'zlayapman buni. Uyg'ur nuqta nazariyasidan qarshi tarafdagi so'zlamoqchi bo'lgan obyektining Uyg'ur ekanligini demakchi o'g'limiz siz bu kishilik huquq hukumini yechimini izlanishda bir Uyg'ur ko'zi bilan qarab izlandingizmi yoki bir ilm odami hammaga universal bo'lgan shakldagi bir bilim shaklida? Men shuni bir tadqiqotchi sifatim bilan Uyg'urlardagi kishilik huquq hukumiga baho beryapman. Tamam, endi tushunishga oldi. Kishilik huquq tadqiqotchi sifatim bilan Uyg'urlardagi kishilik huquq nimasiga hukumiga baho beryapman bu tushunchasiga. Endi buni tushunishda bir nazar soldingiz hisobda. Men tushunishga oldi. Tarixni tushunish to'g'ri keldi.
Buni men masalan uyumish kishilik huquq tarixini tafsiliy manda tadqiq qilgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Men anglamadim, o'qimadim bir Uyg'urlar yozganini. Shunga kirib, misha kirib baqay dedim-ku. Masalan buni men har birimda kirish so'zidan boshlayman. 1948 12 ayning 10 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Universal Dunyo kishilik huquq xitobnomasini bayon qildi. Universal Dunyo kishilik huquq xitobnomasi kishilik huquq tarixidagi musoba belgisi xarakterlik ahamiyatga ega hujjat. Bu xitobnomani dunyoning har qaysi joylaridan kelgan qonun va madaniyat orqa ko'rinishi tamoman o'xshamagan, qayalar o'xshab ketishi mumkin, o'xshamagan, o'xshash bo'lmagan vakillar tarafidan tayyorlangan. Shuning uchun buni universal deymiz. Bu xitobnoma 1948 yili 12 ayning 10 kuni Parijdagi BDT umumiy yig'inda e'lon qilgan bo'lib, barliq xalq va barliq davlatlarning o'rtaq muvaffaqiyat o'lchimi deb jakarlandi. Bunda o'rtaq muvaffaqiyat o'lchimi deyishning maqsadi butun yerdan kelgan davlatlar bular o'xshamagan madaniyat, har davlatning sistemasi o'xshamaydi, qonun o'xshamaydi. Shularning ichida o'rtaqlikni tip chiqqan. O tunji qitim umumyuzli qo'g'dildigan asosiy kishilik huquqni o'ttirga qo'ygan hujjat hamda 500 dan ortiq tilga tarjima qilindi hozirgacha. Qarab baqsam men jihatdan qarab baqsam o 503 tilga aylandi deydi. Universal Dunyo kishilik huquq xitobnomasini 70 dan ortiq kishilik huquq shartnomasining ma'qullanishiga ilhom bergan va yo'l ochgan deb keng e'tirof qiladi. Hozir 70 dan jiq mushunda kishilik huquq turlik ixtinomalar dunyoga e'lon qilgan. Masalan gap har shakldagi kamsitishlarni yo'qotish ayollar qarta bo'lgan 11 ixtinoma. Masalan qiynash, odamlarni majburiy ixro qildirishni bekor qilish, ashunga o'xshash nurg'un ixtinomalar mushuningdan chiqqan deydi. Hamda bugun dunyo va rayon qatlamida mangulik qo'llanadigan prinsip deb qabul qilindi. Men masalan bu hammamiz kishilik shu Uyg'ur universal dunyo kishilik huquq xitobnomasi deymiz. Buni xitobnomasi degan zot nima? Buni Uyg'urcha tarjim qilganmi, qilmaganmi deb men bizningki Amerika Uyg'ur birlashmasining raisimiz, bizning rasman Elfidar singlim bor. Ulardan so'rasam, aqchan ya Uyg'ur kishilik huquq project ya dunyo Uyg'ur tarjim qilishi bo'lgandi, ashlar tarjim qildimiki, bo'lgansa men so'rab baqay dedi. Men ulardan unda birini tanib olmadim. Shunga men bugun buni kirish so'zini ish bo'lganda anglab qo'yinglar, men o'zim tarjim qildim inglizchadan. Shu ilaqa oldiga chiqara olamsiz ilaqa so'zni. Ilaqa tekstni chiqara olamsiz. Nerede oldu? To'xtanglar, hozir chiqaray. Shu to'pidan boshlaymiz. To'pidan. Tuvanga sal tushing. Qizil universal dunyo kishilik huquqning ostidan birinchisidan mana ko'kish ko'ktar rangdamdoq o'namdi. Nimda rangdaymiz shuni. Ko'k rang deb qo'yaylar. Ko'k rangi aslidagi inglizchasi. Aslidagi ashundaq men jumla tarjim qildim-da. Birinchisi insoniy oilasidagi barliq a'zolarning o'ziga xos izzat obro'yini, barobarlikni va tavranmas huquqini e'tirof qilish dunyo erkinligi, haqqoniyat va tinchlikning asosiy deb tunishni ko'zda tutib, qonun hujjat anglamoq biroz tushunmak ta'sirrak, amal yo'q. Pesh, oxirida pesh urdiqdinglar, chekit emas, ayetdikisi. Tuvankini yana biriga kiringlar, yana biri. Sal tushiring.
İnsanlar en ahırki çare yok. Doğru bu insanlar insani hukuk insani hukukka sel qarash ve kemsitishning yovvoyi zo'ravonlikqa aylanishini bu zo'ravonliklar insonlarning vijdonini bulg'ag'anligini ko'zda tutib bir odamning so'zi ve e'tiqod erkinligidan bahramand bo'ladigan hamda vahima ve kamchil bo'lishdan xoli bo'ladigan dunyoning yetib kelishi oddiy xalqning eng oliy orzusi deb jakarlaganligini ko'zda tutib pesh sal tushirsak sal tushirgan shuni İnsanlar en ahırki çare süptide zo'ravonlikqa ve zulümga qarshi isyon ko'tarishga mecburlanmasa kishilik huquqni qonun bilan qo'g'dash kerak degan to'nishni ko'zda tutib, men Uyg'urlar misol olsak, Uyg'urlar hech qanday huquq bilan o'zini tutolmaydi. Uyg'urlar isyon ko'tarsa bo'ladi degan gap bu, ha? Sal tuvanga tushiring, ha? Mana mani o'tib ketdi. Ötüp ketdi o deymiz sel tepede. Bir ana. Her qaysi devletler ara dostluk münasebetinin terakkiyatını ilgiri sürüş zörürlikini ko'zda tutib Birleşken Devlet Teşkilatı desa peş, Birleşken Devlet Teşkilatı nizam namusida asosiy kishilik huquqqa, insoniy fazilat va qimmatga shundaqla ayollarning barobar huquqiga bo'lgan e'tiqodini ta'kidlaganligini ko'zda tutib bir qadar cho'ng erkinlikdagi ijtimoiy ilgirlashishini va turmush saviyasini yaxshilashga turtki bo'lishga bel bog'lashni ko'zda tutib pesh sal tushiring. Mana. A'zo devletler Birleşken Devlet Teşkilatı bilan hamkorlashib kishilik huquq ve asosiy erkinlikka bo'lgan umumiy yuzlik hurmat qilishni va rioya qilishni ilgari surishga va'da berganligini ko'zda tutib sal tuvallang. Sal tuvallang. Mana. Bu hukuk ve erkinlikni umum yüzlük düşünüş bu va'daning to'liq amalga ishida noiti zo'r muhimlik borligini ko'zda tutib sal tuvallang. Ana. Şuna hozir yig'inda Dunyo kishilik huquq kitobnomasi e'lon qildik. Chekit. Oldingi hammasi bir jumla so'z, ha? Bu qonun jihatida tarjim qilmoq biroz tez, tushunmakmi tez. Buni barliq xalq va barliq davlatlar tirishib amalga oshiradigan o'rtaq o'lcham sifatida har bir odam va ijtimoiy organning bu xitobnomani doim ta'ziya bildirishini umid qiladi. Tirishib tarbiyalash va ma'rif orqali huquq ve erkinlikka bo'lgan hurmatni ilgari surib hamda davlat va xalq oraning tadrijiy tadbiri orqali bu huquq ve erkinlik her qaysi a'zo davlatlarning xalqi va o'zi tavallikidagi zimindagi xalqlar orasida umumyuzlik ve unumlik e'tirof qilish ve rioya qilish imkoniyatiga ega qildi. Bu şu universal kishilik huquqning kirish so'zi. Ne bu kirish so'zi? Endi buni tarjim qilgan hujjatni men ko'rmadim. Endi manga deyishi tarjim qilingan deydi, men ko'rmadim. Endi Uyg'urlarning qanchaligiga kishilik huquq deydi, dunyo kishilik huquqining mushni ko'rganligini yo'qmish. Men kirish so'zini tarjim qilmay yozib qo'ydim. Agar bir 200 odam chiqib ashniki kishilik huquqning butun hujjatning hammasini anglaymiz desanglar men bat madde bo'yicha tushuntirib qo'yaman. Anlaydi. Al degan 200 odamning nimasi qilmasangiz men uning bek kuch ketadi.
Mana bu endi mening bugun kirish so'zim bo'ldi. Bu kishilik huquq bo'lgandiki, bu universal kishilik huquqni nima ekanligini o'ttirga qo'yib qo'ydim. Kirish so'zimda mana bir tushuncha anglamaganlar anglab qilinglar. Buning ichida haqiqatan ulug' hujjat. Ulug' hujjat. Bu lekin bizga moslashmagan hujjat. Bizni mag'lub qilgan hujjat. Ulug' va bizga mag'lubiyat akaga hujjat. Shuning uchun bu to'g'riliq nima uchun tuanlar tushunib o'tib ketamiz. BDT kishilik huquq ishlariga mas'ul Volker Türk 2024-yili 12-oyning 12-kuni kishilik huquq kunini tabriklash video chastotasida so'z qilib mundaq dedi. Kishilik huquq odam bilan munosabatlik. Kishilik huquq siz va turmushingiz bilan munosabatlik. Sizning ehtiyojingiz, orzuyingiz va qo'rqinchingiz bilan munosabatlik. Bu Uyg'urlar qo'rqinchilik intayin ig'ir. Qo'rqinchiligingiz bilan munosabatlik. Sizning hozir va kelgusiga bo'lgan umidingiz bilan munosabatlik. Mayli qayerda bo'lsin, har bir odam har bir kunda kishilik huquqning ta'siriga uchraydi. Shu sababdan kishilik huquq turmushimizda yadroliq o'rinni oladi. U shaxsiylar, jamiyat va xalqning huquq iqtidorini kuchaytirib, texnik go'zal itini yaratish kerak. Bu kishilik huquqni deydi. Endi ma odam Volker Türk debdi bir Avstraliyalik odamga, keyin Türk degan ism bo'lgan Türkmiki uqmadim. Bu Avstraliyalik odamga, bu BDT kishilik huquq ishlariga mas'ul odamga. Uyg'urlar, odamning gapi tugdi. Uyg'urlar mushu Volker Türk tasvirlangan kishilik huquqqa qanchalik tashna bo'ldi. Sal to'piga akilingan, sal to'piga. Mana ana Volker Türk deb qo'ydim. Volker Türkning degini to'g'ri. Kishilik huquq barliq kishilarni ittifoqlashtirib, tinchlik va muqimlikni ilgari surishning tuguni. Bu bir yurish umumyuzda qo'llanilgan o'rtaq qimmat va prinsipni barpo qilish, e'tirof qilish va uningga amal qilish orqali kishilik huquq daxli ta'ruz qilish, to'qinish va xo'rlash qatorliq qilmishlar yuz berishdan burun saqlanishga bo'ladi. Kishilik huquq bir kuchlik ijobiy kuch. Bizning ajdodlarimiz kishilik huquq uchun kurash qilgan. Ash G'uljidagi kurada oldingi 150 yilda 100 qatimdan jiq qon to'kish vaqasi bo'libdi. O'sha qarash turib. Sodir palvonlar qilgan yo'q, Bizning ajdodlarimiz kishilik huquq uchun kurash qilgan. Hatto hayotini taqdim qilgan. Men Amerikaga chiqqan 37 yil bo'ldi. Bu 7 yil Uyg'urlar kishilik huquq uchun tillarda daston qilgudek faoliyatlarni ilib bordi. Masalan, men Amerikaga kelsam, G'ulomdin kam baka, Adham kam ikkisi shular boshlab o'tib huquqni. Undan keyin bir to'sa tashkilot qurildi, Uyg'urlardagi nurg'un tashkilot, tarixlar qurildi. Bularning hayotini yaqinda to'liq chiqimiz, Xudoyimiz ekronga chiqimiz. Bu Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlarining taraqqiy jarayoni, buning ichidagi kurashlar ammasi. Endi Uyg'urlarning tarixini mis qilsak, birinchi, ikkinchi jumhuriyat hammani qilsak, bizning kishilik huquq uchun bizning ajdodlarimiz haqiqatan daston qilib, nima qilganda haqiqatan nimalarni yezibdi, kurashlarni qilgan. Lekin ajdodlarimizning va bizning ilib borgan barliq kishilik huquqqa erishish kurashlarimiz sharmanda xarakterlik mag'lub bo'ldi. Sharmanda xarakterlik mag'lub, ichinishlik desak bo'ldi, men bu yerda qattiqroq ishlatdim. Sharmanda xarakterlik mag'lub bo'ldi. Bu bir inkor qilgani bo'lmaydigan, lekin Uyg'urlarning aqli yetmayotgan bag'ras haqiqat.
kishilik huquq Uyg'urlarni do'zaxga aldab mangdigan shaytonga aylandi. Bir turkum siyosiy qo'ymichilarning Uyg'urlarning qinini sitib jon boqadigan ko'rzosiga aylandi. Koziriga aylandi. Bu 4 hukm ve 4 hukm var. Hem 5 desek buldu. Kişilik hukuk, avtonomiyanın içinci emniyet inçiklep desek yani siyasi avtonomiya degen gap var. Öz taqdirini özü belgileş ve müstakil hakkında Uygurlar ilip bargan tepsili tatbikatını körmüdü. Men kömdüm, men okuyan kitaplarda, men anlaganlarda bularning farqini bir-birlab tadqiq qilganda men anglamadim, kömdüm. Siz ko'rdingizmi, uqmadim. Yo'q. Bu 4 qarab olamadik. Bu 4 hukm bizning xalq oradagi faoliyatlarimizga, talablarimizga, harakatlarimizning nishoniga, hatto kundalik o'y xiyollarimizga ta'sir yetkazib kelyapti. Men hech qanday Uyg'ur tashkilotlarining va shaxsiylarning ismini atmay, faqat akademik nuqtadan bu 4 hukmning tarixiy orqa ko'rinishi, farqi va o'xshashligini izlanib baqay deb bir tirishyapman. Şu banada, şu tırış jarayonida bu hukmlar Uyg'urlarning ichiga aks etib kirganda qanday ta'sir ko'rsatdi, qanday bo'ldi, shularni bir ko'rib baqay deyapman. Nurg'un faoliyatchilar birer hukmlarni ta'kidlaganda va tashviq qilganda shu hukmga bir qadar inchiklab tadqiq qilmay qaramliq bilan so'zlab ketadigan ahvollar normallashib qoldi. Masalan, yuqorida men indigenous degan dedim. Kim hammasi indigenoursni o'zlari ixro qilmay turib oldi. O'z taqdirini o'zi belgilashni hozirgacha og'izdan so'rasangiz bir yanda oyat, bir yanda mujmallik bor. Kishilik huquq deganga mujmallik bor. Shuning uchun men ama bu 4-5 hukm, bu 4 hukm inchiksak 5 hukm amaliyotda avtonomiya bilan siyosiy avtonomiyani birlashtirgani bo'ladi. Ben şu 4 hukmni bir tadqiq qilib, sizlar bilan bir bunda bir o'rtoqlashay dedim, o'zimning ko'z qarashini. Shuning uchun biz hikoyamizni oldi bilan kishilik huquqdan boshlaylik. Kishilik huquq bo'lsa, barliq insonlar, men nazariya jihatdan so'zlayman. Kishilik huquq bo'lsa, barliq insonlar tug'ma o'ziga xos huquq. Her bir inson bu dunyoga kelganda Allah shu insonga bergan huquq. Bu huquq bu insonning millati, davlat tavalligi, tug'ilgan yeri, jinsi ayrimisi, irqi yoki milliy qondoshligi, oqtanligi, qortanligi va boshqa har qanday tanligi bo'lishi, din e'tiqodi, tili yoki har qanday boshqa salohiyati bilan hech qanday munosabati yo'q. Bu huquq birsidan bizga miros qolgan emas. Yoki birsiga miros qolmaydi. Bu huquqni, yana kishilik huquqni parchalab bo'lishga bo'lmaydigan huquq. Bu mustaqillik bilan munosabati yo'q. Davlat qurish bilan munosabati yo'q. Shuning uchun inglizchada human rights are universal deydi. Kishilik huquq universal deb bayon qiladi. Uyg'urlar biz doim universal degan so'zni ishlatamiz. Bunlar aqcha universal inglizchadan kelgan deb olayman. Inglizcha hamda tigin surib kelsalar burun qadim grek tilidan kelgan. Universal degan inglizchada universal degan so'zdan kelgan bo'lishi mumkin. İngilizcedeki universal degan mazmun mandaq nimini o'z ichiga oladi. Odat universal degan ishlatgan diqqat qilinglar, mush nimalarni ichiga oldi. Hamma yerda mavjud. Hamma yerda o'xshash mavjud narsa. Yoki hamma odam qatnashgan. Hamma odam bu qatnashuv ma'qul deydigan narsa. Hamma yerda yoki barliq shariat ostida mavjud. Shariatning o'zgarishi, tuzumning o'zgarishi, ular bular bo'lishi bilan chatlig'i yo'q, kishilik huquq degan doim mavjud. Hamma yerda yoki barliq ahvolda qo'llangani bo'ladi. Xalq oraliq kishilik huquq bo'lsa, shaxsiylarning yoki guruhlarning kishilik huquqini va asosiy erkinligini qo'g'dash va tashabbus qilish uchun hukumatlarga ma'lum qoida tuzum bo'yicha ish qilishni yoki ma'lum ishlarni qilishdan saqlanishni kafolat qilish uchun chiqargan majburiyat va javobgar. Manda qil deydi yoki manda qilma degan bir o'lcham
kishilik huquq degan. Kishilik huquqning mustaqillikqa kishilik huquq mustaqillikqa yetaklamaydi. Mustaqillik kishilik huquqqa qarab qadam tashlamaydi, lekin kishilik huquqqa kapolat qila olmaydi. Nurg'un mustaqil davlatlarda kishilik huquq mavjud emasligi hammamiz bilamiz. Masalan, Xitoy, masalan, Chaoshan, masalan, Rossiyada qisman nima qilingan, nurg'un yerlarni bilamiz. Sharqiy Turkiston ozod bo'lgandimi? Naydi bir zolim hokimiyat tiklanib, Sharqiy Turkiston xalqining kishilik huquqi tamoman dafsanda bo'lish ehtimolini yo'q deb mo'ljallanmaymiz. Men amma ya dünya Uyghur kurtunu misal ağantı ben bugün şahsiyle hücum kılmayman dedim. Biz Amerika'da ve Avrupa'da barlık kişilik hukukumuz var. Sizin var, bizden işimizin barlık kişilik hukukumuz var işimizin dövdüde. Lekin bizden ana vatanimiz mustakil emez. Mustakillik Uygurlarning kişilik hukukuga kapolat bermaydi. Lekin kişilik hukuka ümit beradi. Xitoyning ishg'olida Uyg'urlarning kishilik huquqi tamamen oyoq osti qilindi va kishilik huquqdan hech qanday umid qilish imkoniyati yo'q. Mustaqillik bo'lsangiz, sizning dini o'zingizning jafosini o'zingizning qilsangiz, shuning uchun biz mustaqil uchun kurash qilamiz. Mustaqil kurash qilsangiz, kishilik huquqqa hokimiyat chiqsa, yan hokimiyat chiqsa, yandab bir kuni kishilik huquqqa imkoniyat yaratasiz. Masalan, nurg'un Yevropadagi hozirgi davlatlarmi o'zining mustaqil bo'lishga asta mushakib keldi. Arab davlatlarida hozir asta o'zgarib ulaylik kishilik huquqni, ayollarning huquqi, birimlarni keng doirada suryotidi. Shuning uchun bu mustaqil bo'lgan davlatda sizning tilingiz bo'ldi, xalqaro mashrabda o'rningiz bo'ladi, sizning so'zlaydigan mustaqillikni nima afzalligi shu. Siz o'zingiz boshqursiz. Shuning uchun kishilik huquq bilan mustaqil o'ttirisida tanglama qo'yish, mayli bu odamning subyektiv niyat maqsadining qanchalik aktiv bo'lishidan qat'iy nazar, obyektiv jihatdan Sharqiy Turkiston xalqini qalaymaqonlashtirish, aldash, nishondan eziqtirish va parchalash rolini o'ynaydi. Hozir amaliyat kishilik huquq Uyg'urlar shuning parchalayapti hozir. Mustaqil davatgan nechiga parchalayapti. Kishilik huquq degan insonlarning qilmish harakatini ma'lum o'lcham bilan tasvirlaydigan axloqiy qonuniyatlar yoki qoida nizomlar. Buning jo'g'rafiya bilan hech qanday munosabati yo'q. Mustaqil degan jo'g'rafiyani deymiz. Bu faqat bu insonlarning bu kishilik huquq degan insonlarning qilmish harakatini ma'lum o'lcham bilan tasvirlaydigan ve ahlaki qonuniyatlar yoki qoida nizomlar. Bunun coğrafya bilan hech qanday munosabati yo'q. Kishilik huquq zodi qachon paydo bo'lgan? Kishilik huquqning paydo bo'lishiga nima turtki bo'lgan? Biz tarixga ozroq nazar silib boqaylik. Har qanday nimaning tigini surishtirib boqaylik. Xudo hozir masjidlarga borsak, masalan bizning Amerikada Thanksgiving Day bayram bor, rahmat ta'zim bayrami. Buni qilinglar deydi. Masjidlarmi bizni inkorlashidi. Nimishqa bu bayram kambag'allarga berish, uning orqa ko'rinishi nihoyat yaxshi deydi. Xristianlar o'tkazgan bayramni nima Christmas deymiz, Uyg'urcha nima deymiz? Rijvo bayrami birini deymiz-ku. U bayramni o'tmanglar, chunki u Ayso payg'ambarning tug'ilgan kunini tabriklash bayrami, amaliyot Ayso payg'ambarning u tug'ilgan kuni emas. Uni qilsanglar islom dini xilof bo'ldi deydi. Shunga har nimaning mazmuni bor, o'lchami. 1879-yili O'rta dengizning yana hozirgi Iroqning sharqiy janubiga o'rlashgan qadimgi zamonda Mesopotamiya deb ataydigan yerdan bir uzunluğu 21,9 santimetre, diametri 10 santimetre kildigan bir silindirni qiyilib chiqadi ekan. Mayada mayliqa Mesopotamiya degan bu shaharni dedim, hozir Iroq kirgan, burun aşı Turkiya hamisha turibdi. Turkiyalarning hozir uni bir Turkiya, İran aşaqlarga
birleşip ketdi aşağılaga şu. Bu yerning bu shaharning eng cho'ng alayligi nima bo'lsanglar, tarixdagi birinchi choqni ijod qilgan yemishe. Shuning degan haqlar birini yutib jo'may, choq bilan g'aru bilan silib yutgaydigan bo'ldi. Bu insonlar tarixidagi eng cho'ng ijodiyat mushahada bo'lgan yer bu. Bu yana uchun. Bu mana rasmni ko'rdinglar. Bu hozir rasm 2 yerda bor ekan, Erondan bor ekan. Bu hozirgi Angliya muzeyxonasida saqlandi ekan. Ayliq men degan shaharda ular birinchi qitim başını bilib qo'ysanglar bo'ldi. O shahar masalan millodidan 10 ming yil burun. O shahar bo'pti ekan, shu yerda birinchi insonlar choqni ijod qilibdi ekan. Shuningdan tortib biz choqni payqiraydigan bo'ldik. Rasm 1 mana ko'rdinglar. Rasm 1 bu silindr bo'lsa millodidan burun 599 yillarda yana Grek imperiya davrida yozgan silindr ekan. Shuning uchun u silindrni Sipros silindr deb ataydi. Grek Sipros degan Grekninki atalg'usi. Bu silindrning ustiga aşı qog'omda yozgan xat turg'u ma rasmlar. Aşı ustida munda xat bor ekan. Har qanday insonning dini e'tiqod erkinligi bor. Har qanday inson e'tiqod sababidan ziyonkashlikka uchirmaslik kerak va bisim sababidan e'tiqodini o'zgartirishga majbur bo'lmasligi kerak. 10 necha ming yil burun, 3-4 ming yil burun degan hozir Xitoylar bizning butun e'tiqodimiz majbur o'zgarishga majburlayotdi. Deb mushta deb o'yilma qilib yozilgan xat bor ekan. Mushu xat qadimgi til o'qisa chiqar ekan. Buni insonlar tarixdagi tunji kishilik huquq bayonoti deb qaraydi. Hozirgi dunyo kishilik huquq kitobnomasi yuqori so'zlab o'tgan. Nomasining oldingi 4 moddasi mushuningdan ilhom olgan. Bu silindrga o'yilgan xatlardan belgini bo'ladigan kishilik huquqning dastlabki urug'i yerga terilganda, u insonlarning qoida nizomga uygun keladigan bir o'lchamni paydo qiladigan ong tunish ustida to'xtagan. Uningda hech qanday jo'g'rafiya to'g'riliq mazmun yo'q. Rasm 2 ga keling. Mana rasm 2 mana bu hujjatga rasm 2 BDT'ninki bergan bahosi. Birleşken Devlet Teşkilatı 1971 10. ayının 14. günü axborot e'lon qilib mundaq yozdi. Bu silindr, yuqorida rasmni ko'rgan silindr, kishilik huquqning qadimki xitobnomasi. Siprus qoldirgan muros insonlarning tushunishchan, keng qursaqlik, jasoratlik, kuyimjonlik ham eng muhimi insonlar erkinligini gavdalantirdi. Mana bu silindrninki 71-yili yengida bergan bahosi buning, bahosi. Kishilik huquq dastlabda bir hukm. Vaqtda bir mushtal nomi, rasmiy bir hukm. Hukm bo'lgan narsani bilmas, hukm degan narsa rasmiylikka muntazamlashgan narsa. Inglizchada idea deydi. Concept deb qo'ydi. Kishilik huquq dastlabda bir hukm bo'lib maydonga kelishi 1215 yili 6 ayının 15 günü Angliya ma'qul bo'lgan Magna Carta degan nizomnomada yozilibdi ekan. Magna Cartani ulug' nizomnoma deb ataydi. Shu vaqtdagi Angliya podshosi podshoning ismi John, Angliyada asrlar davra surib kelayotgan nizomnoma va urfa odatlarga xiloflik qilib ve bajni nait ig'ir salganda podshoning maslahatchilari, yaqindoshlari va shu davrdagi esil zotlar podshoga bisim ishiltib, podshoning majburiy Magna Carta degan nizomnomaga imzo qo'ydirdi ekan. Bu nizomnoma cherkovlarning, bu nizomning mazmun nima desangiz, bu cherkovnoma nizomnoma cherkovlarning o'z ishlarini hukumatning orli shivilishidan xoli boshquradigan huquqi, barliq fuqarolarning o'zining mol mulkiga o'zi ega bo'lish va varislik qilish huquqi,
haddidan tashqari bajdan erkin bo'lish huquqi, mol mulki bor tul xutullarning qayta nikoh qilmas huquqi. Vaqtlarda ayollar Yevropada pul tutsa bo'lmaydi. Pul boylar cho'qim bir erga tegib boyligini shuning bergan vaqt. Barliq fuqarolarning o'zining mol mulkiga o'zi ega bo'lish va varislik qilish huquqi, mol mulki bor tul xutunning qayta nikoh qilmas huquqi, qonun oldida hamma odamning barobar bo'lish va o'rinliq tartib qonuniyatga tang hurmat qilish huquqi, parxo'rlik va hukumat xizmatchilarining axloqsiz, adabsiz qilmishlarini xalqning man'iy qilish huquqi qatorliq mazmunlar qonun shaklida yozildi ekan. Bu qonunni yana Magna Cartani tunji yozilgan kishilik huquq nizomnomasi deb qaraydi. Bu nizomnomani shaxsiylarla emas, hukmronlik qilguvchilarmi bo'ysunadigan nizomnoma deb qaraladi. Bu Angliya davlat qonunining, hozirgi Angliya davlat qonunining yezib chiqishida asosiy rol o'ynagan. Bu qonunda fuqarolarning mol mulki va erkinligidan boshqa hech qanday jug'rofiya to'g'riliq mazmun yo'q. Mustaqillik bilan hech qanday munosabat yo'q. Rasm 3ga qiling. Sal tushasizlar. Mana so'ng taraf seriq tug'ini shu qonunning asli qo'lma yozmasi va o'ng tarafdagi podshoni, mana bu podshoning aqllari, do'stlari, yengilari, shu vaqtda oliy zotlar bu qonunga qo'l qo'ydirayotgan vaqti. Shu rasmda 1626-yildagi Angliya parlament podsho Charles I-ga, Charles I deydi inglizchada, birinchiga avatgan fuqarolik huquq murojaatnomasi. İngilizce'de Petition of Right. Keşke bunu tolu deymiz-ku, mesela Uygur teşkilatları bu gapni yaman tolu deydi. Müşedin kelgene fuqarolik Uygurchaga men muşta tarjim qildim, boshqa yoq tarjim qilamda uqmadim. Fuqarolik huquq murojaatnoma bo'lsa kishilik huquq taraqqiyotidagi bir burilish nuqtasi deb hisoblandi. Bu murojaatnoma 4 prinsipni qo'g'dashni e'lon qilgan. Birinchi, parlamentning tasdiqdan o'tmay hech qanday boj yig'ishga bo'lmaydi. Podshoning yo'q, cho'qim podsho avval bojdan o'tadi. Birinchi. Ikkinchi, sababsiz hech qanday odamni turmaga solashga bo'lmaydi. Uchinchi, hech qanday askarlar fuqarolarning uyida turishga bo'lmaydi. U vaqtlar askarlar turib oladi degan fuqarolarning uyida. Hozir Xitoylar askarlar emas, odat xalqlar Uyg'urlarning uyida turib oldi. Tinch davrlarda harbiy holat ilib berishga bo'lmaydi. Uyg'urlarning uyi bizning Sharq Turkistonda kundala harbiy holat. Yuqorida so'zlab o'tgan Magna Carta, mishad ovoz so'zlab. Mushu yaqinda mishada bir ism kelib qoldi, mushuni so'zlashdan. Yaqinda davlat vatanga berib kelayotgan Uyg'urlar ko'p. Bizning mishada endi odamlar bizning Los Angeles'da qaytib ketganlar intoyincha. Kelganlar yaqin sorunlar bo'lib qolsa, uyani shunda maqtab so'zlab ketadi. Hech qanday to'salg'i yo'q ekan. Hech odam yo'q. Bir ishim bodis qilib turgan, har qanday mehmonlar kirgan. Xitoylar xizmat o'tganlarda bular. Men ilk vaqtda o'tganligini so'zladim-ku. Hozir Xitoylar o'tib, sen uyga berib boshqa tillamay, mush Amerikaga borsa, uya shunda yaxshi, tuqqanlarni yaxshi o'ynab keldik. Hech qanday to'salg'i bo'lmadi. Berib keldik desam bo'ldi deydi. Aşın deyiş arkalık xalq aradiki qazanның qayınışını to'qilgan o'tan tatib etgandek qildi deganni qilyapti. Müşahada kelganlar bir nechta hammasi shu gapni da'vatida, hamma shu gaplar. Yaxshi ishlar, hech nalar bordiq, hech qanday to'salg'i yo'q, qanday mehmon kirsak, mehmonxona kirsak ma'qul deb qo'lda hech kimning qadriga kunda o'tirash. Bir shunda qarsangiz bir jannatni tasvirlab so'zlaydigan bo'ladi. O resmi buyurtilgan bir tarifat o'xshaydi. Mushak kelganlarmi, shu mushakdan bir kelganlarmi, shu taqtirgan gap shu. Shu. Ularga hozir Xitoylar o'zgartdi, undaq bo'lguncha qarshi bundaq demanglar, Xitoyni bizni maqtamanglarmi demaydi ekan. Mushu gapni desanglar bo'ldi. Buning kuchi Xitoyni tillagandan Uyg'urlarning harakatini eng kuchliqda va Uyg'urlarning xalq aradiki
nima ma'qul qilayotgan arzlarni bekor qilib yetadi. Berib keldi. Yolg'onchilik qiladi. Ha, bekorlikqa shu Uyg'urlar masalan xalqarodagi arzlisi qaynayotgan qozon bo'lsa, ostidagi o'tan mala tortib yetib bordi. Mushunda dedi, nechisiga ursam hammasi mushtaq gap deydi. Yo bizga hech qanday soqchilar ishnak bormi? Hammasi o'rgatgan gap, hammasi mushu gapni deb kelyotdi-da. Bunday aytsangiz, Xitoylar tabiiy holatda Uyg'urlarning ichida o'zlari bilmagan holatda munofiqlarni tarbiyalab chiqib ketib bordi. Tabiiy oldida munofiqlarni tarbiyalab chiqib ketib bordi. O'zi so'zlamay, dars o'tmay, o'zini ashla deyish orqali bu bir munofiqlikda, bu munofiqlikni tarbiyalab chiqib ketib bordi. Xitoyni döt Xitoy deymiz, döt emas jumla masal ilishayotgan. Yani Uyg'urlarning o'zi bilmay nima ish qilayotganini, da'vatgan oddiy gaplarga sal qarab, amaliyotda bir munofiq qilgan qilayotgan gapda bütün Uyg'urda bir munofiq iqimini yaratdi. Xitoylarning qilayotganda, mushlar orqali bir o ayrım bir team bulaş kerak mi? Vatanga berip kelish masalasi. Lekin o'shadik so'z chiqib qoldi. Har bu davlatlarninki biz o'sha qadam bosgandan tortib toki o'lgichi deyli. Har bir sharkat so'z harakatlarimizdagi hatto jazo yegan bir parikda jazo yegan bo'lsak va yoki biror voqea hodislarga tutgan maydonimiz, pozitsiyamiz qatorliq hamma narsani organallashtirib mang'an ekanda, bular arxivlashtirib. Endi vatandan yoki kelib panohlik tilagan tarixi bor bir insonningki kechmishdagi hikoyalarga qarab bunga o'zi nimani bergan bo'lsa, vaqtning o'tishi bilan bu garajdanlik olgandan keyin endi men erkin bo'ldim, Gollandiya kimlik bilan berib keldim desa, hozircha ma'qul deb gap qilmagan bilan vaqti kelgan chog'da uning cho'qim hisobi bo'ldi. Bo'lmasa qanday farqlantirdi buni? Shu endi qarang, bu xalqaro degan manfaat bilan mangdigan gap. Bu masalan bundaq hukmlarning bir odamninki Uyg'ur harakati bo'lgan yomon ta'siri 10 Uyg'urning ittifoqi kurashchanligini g'oyat buzib yetadi. Bular amaliyotda Xitoydanmi xatarlik Uyg'urlarga, Uyg'ur harakatiga nisbatan islam. Xitoy ochiq oshkor dushman. Bular yoshurun. Bilib va bilmay Uyg'ur faoliyatlarini dunyoda Uyg'ur faoliyatchi ittifoq harakatni lager shoidlarininki so'zlagan so'zlarini bular xalqaroga chiqib Xitoy mat qilib berayotganlar bular. Yolg'onchi qilib qo'yayotgan. Yolg'onchi qilayotganlar. Yuqorida so'zlab o'tgan Magna Carta nizomnomasi tarixiy ahamiyatga ega hujjat bo'lib hisoblanadi. Lekin qonuniy hujjat bo'lib hisoblanmaydi. Fuqarolik huquq murojaatnoma Angliyaning asosiy qonun hujjati deb qariladi. Avu masi ikkinchi so'zlab Magna Carta bilan fuqarolik huquq fuqarolik Angliyada rasmiy qonun hujjat deb qariladi. Buni podshohlik huquqni cheklaydigan qonunning birisi deb hisoblaydi. Ve Angliya oxiri podshohlik asosiy qonunlik tuzum hokimiyatni bekitishiga mo'yil to'kpa qo'shidi. Bu xalqning asosiy huquqi va erkinligini qo'g'dashga ishlatadigan asosiy qonun xarakterli hujjat. U ma'lum kishi qonunga asosan ma'lum voqeaga mas'ul bo'lishni aniq bo'lmagan ahvolda uni qamoq jazosiga hukm qilishga yoki tutib turishga bo'lmaydiganligini aniq bekitadi. Bir odam jinoyating qonun oldida nima qilmoqchi sen oq deydiganda ta qilmoqchi tutdi. Buning orqali odamlarning jismoniy erkinlik huquqini jazmanlashtiradi ham qo'g'daydi. Bu Angliya demokratik tuzumining taraqqiyoti ve mükemmellişişini ilgiri sürdü. Resim tutken kelime. Tutma ya ben bütün ekran melluğu. Mana muşu müracaatname padişahlık müracaat namiga qo'l qo'yayotgan podshoh qo'l qo'ygan yeri. Shuningda endi mavu hujjat, mavu rasm sizga vaqtlarda apparat yo'q.
lekin shu bo'layotgan ahvolni shu vaqtda rasmjonlar sijaydi, shu vaqtdagi reallikni aks ettirgan rasmlar. Tasvirlabda burunlar narsa nima deysiz? Hamma apparat bo'lmagandan keyin butunlay sijaydi. Bu murojaatnoma xalqning erkinligini qo'g'dashni va hukumatning xalqqa hech qanday ziyonkashlik qilmasligini ta'kidlagan. Ammo hech qanday jo'g'rafiya to'g'riliq mazmun yo'q. Mustaqillik bilan hech qanday munosabat yo'q. Angliyaliklarga kishilik huquq to'g'riliq da'vo qilsak, bular hech qanday jo'g'rafiyani xiyolga akelmaydi. Yuqorida men ikki xil hukumat tuzumini so'zlab ketdim. Biri masalan hozir dunyoda eng bo'lib ketib qolgani, biri demokratik jo'g'rafiya tuzumi. Bu tuzumda davlat hokimiyati organi va boshliqlari saylam orqali keldi. Masalan, Amerika, Turkiya bular saylam orqali keldi. Bu saylamlarda bir qanday bir o'yinlar bo'lamdi, u boshqa masala. Ma Angliyaning hozirgi tuzumini podshohlik asosiy qonunliq tuzumdagi davlat deydi. Bu degani davlatning boshlig'i miros qolgan Angliyaning podshohi. Lekin ko'pinchisining amaliy huquqi bo'lmaydi. Misoli Angliyani olsak, Angliya parlament tuzumidagi podshohlik asosiy qonun tuzum. Amaliy huquq parlamentida. Parlamentdagi ko'p sondagi partiya rahbari bosh vazir bo'lib, ma'muriy huquqni qo'lga oldi. Podshoh davlat boshlig'i sifati bilan turadi, ammo idora qilmaydi. Masalan, bundaq davlatlar Kanada, sizlarning Gollandiya mushu, Tailand, Jordan, Avstraliya, Kuveyt, Morokko bular hammasi mushtaq davlatlar. Bular hammasi sizlar Gollandiya mushtaq podshohinglar bor. U podshoh miros qildi. Davlatning bosh ministr har haftada podshohga bir kun doklad berdi. Lekin u hukumatni boshqarmaydi, o'zini turmushni kechirdi. Simvol xarakterlikda. Endi buning to'liq ismini aytsak, endi inglizchaga o'rsam, podshohlik asos qonunliq tuzumdagi davlat deydi. Amerika 1787-yili asosiy qonunni yozib chiqdi. 1791-yili 12 ayning 15-kuni asosiy qonunga tuzitish kirgizildi. Bu kirgizilgan tuzitishning oldingi o'rnini kishilik huquq qonuni deb ataydi. Amerikada 78-yil qonun yozib bo'lgandan keyin to'liqlaydi. To'liqlab 13-14 tuzumni kirgizdi. To'liqlashni. O to'liqlagan oldingi o'rnini kishilik huquq to'g'riliq yozilgan. Rasm 5ni ko'rdinglar. Mana shu qonunning dastlabki yozilgan shu qonunninki nusxasi mana bu yerda ko'rsanglar. Bu qonun yana Amerika kishilik huquq qonuni so'zlash erkinligi, e'tiqod erkinligi, qurol saqlash va qurolni yinda e'tirof yurish erkinligi. Amerikadagi Uyg'urlarning yerimizda qurolliqchi minglar to'plashib yig'in echish erkinligi, murojaat qilish erkinligi, qatorliqlarni qo'g'daydiganligini e'lon qilgan. Amerikada bozorga chiqib qurolni sotib olib olasiz. Her çoğun kurallar, avtomat, tapanca hemmini, şu zaten kinişkisiniz bolsa, müşahede kanun değilsin, garajdan değilsiniz, sitip veriyordu. Tekstil jarayanlarda, Amerika'da adam sanında xalqlarning qo'lidagi qurol jiqki. Bu qonun, men taniydigan birisi bor, uning uyiga kirsangiz 7-8 xil quroli bor. Yaxshi ko'rgan qurol tizib qo'yib, arlab taq bir yerga chiqib itib o'ynab kirdi. Bu qonun yana muvofiq bo'lmagan oqtirishni, musodir qilishni, rayimsiz va alohida jazolashni, qistab majburiy gunohga iqror qildirishni cheklagan. Bu qonun yana davlat majlisining din e'tiqodlarini o'ydirib chiqarishini cheklagan va hukumatning masalan Xitoylar kommunizmda bir hujjatni, bir dinni chiqishni qildaydi. Amerikada hukumatning hech qanday bir dinni o'ydirib chiqib, ma'ni qil, ani qil deydigan huquqi cheklangan. Hukumatning qonuni har qanday ahvolda tartibsiz har qanday odamning hayotini, erkinligini, mol-mulkini tortib olishni cheklagan. Uyg'urlarning mushlarning birisi qoidasini tortib olmadi.
Buningdan bilgini bo'ladigan Amerikaning kishilik qonun huquqi bir insonning tilining va dinining erkinlik huquqi, mol mulkiga egidorchilik huquqi to'g'riliq to'xtalgan. Buningda hech qanday jo'g'rafiya to'g'riliq mazmun yo'q. Mustaqillik bilan hech qanday munosabati yo'q. Amerikaliklarga kishilik huquq to'g'riliq da'vo qilsak, bular hech qachon jo'grafiyani xiyoliga akelmaydi. 1789-yili Fransiya xalqi podshohlik hokimiyatini amaldan qoldirdi. Va qoldirib, tunji Fransiya Cumhuriyatini tiklashning yo'lini ochdi. Hukumat tuzib chiqish tayyorlik majlis xitobnomasi shu vaqtdagi xitobnomasi xitobnoma e'lon qilib majlis barliq fuqarolarning chekitni qo'shni qurtaqning ichida erkinligiga, mol mulkiga, bexatarligiga, zulmga qarshi turish erkinligiga, qonun oldida barobarlik qatorliq huquqiga kapolat qildiganligini jakarlaydi. Bu xitobnoma shundoq deb yozgan. Qo'shtirnoq ichildi. Har bir odamning tabiiy tug'ma huquqi ishga oshirishda boshqalarning shundoq huquqidan bahramand bo'lishiga kapolat qilishi kerak. Tirnoq yepildi. Mana bu gapni nima deb bundaq diqqat etsak, bu xitobnoma har bir odam o'zining kishilik huquqini ijro qilganda boshqalarning kishilik huquqiga ziyonkashlik qilmaslik kerak deydi. Rasm oltiga qilinadi. Mana shu vaqtdagi bu hujjatning nusxasi. Bu hujjat. Buningda hech qanday jo'grafiya to'g'riliq mazmun yo'q. Mustaqillik bilan hech qanday munosabati yo'q. Fransiyaliklarga kishilik huquq to'g'riliq da'vo qilsak, bular hech qachon jo'grafiyani xiyoliga akelmaydi. 1864-yili Belgiya, Daniya, Fransiya, Italiya, Gollandiya, Portugaliya, Prussiya, Shvetsariya, İspaniya qatorliq Yevropadagi 16 davlat va Amerika Jenevada bir yig'in ochgan. Bu yig'inda barliq kelgan xalqaro insonparvarlik qonunining barliqqa kelganligini ko'rsatdi deb ataydi. Mana rasm 7ga akasingiz. Mana bu yig'in endi xalqaro kishilik huquqning tug'ilgan kuni deydi. Shu kunda da xalqaro huquq hamma hozircha har davlatda bo'lsa xalqaro kishilik huquqning tug'ilgan kuni deb hisoblaydi buni. Mana shu yig'inga kelgan diplomatlar shu qonunni tuzgan mushular. Shularningki shu vaqtdagi rasmi u vaqtda rasm apparat chiqib bo'lgan. Bu yig'inda urushda yarda bo'lgan yoki og'rib qolgan harbiy shaxsiylarga kamsitish qilmay ko'ngil bo'lishni, yardalanganlarni davolaydigan doktor shaxsiylarni to'sish qatorliqlariga va asbob uskunlariga oq orqa ko'rinishi ustiga qizil kirst. Birsizlarga BDTni ochsa har masha oq ko'rinayotgandek kirstni Red Cross taqvimi qizil kristida kristni sijab qo'ydi. U hamda xalqaro mashin gazalag'im ichga kirgan shu mashinlarni gaylan bulab ketdi-ku, portlatib etdi. Alayda belga taqashqa yordalanganga yordam qilgan fuqarolarni qo'g'dash qatorliqlarga berilib qatorliqlarga birlikka kelgan. Birlikka kelganda yordamlangan bo'lsa, bu odamni maylising dushmaning bo'lsa-mu, bir odam uni uyiga kirib qo'qsa, u odamga ziyonkashlik qilmaysa, bu yordam ziyonkashlik qilmaysa degan xalqaro qonunga aralashgan. Bu kishilik huquq doirasiga kirdi. Buningda hech qanday jo'grafiya to'g'riliq mazmun yo'q. 1945-yili 4-oyda 55 davlatdan kelgan vakillar Amerikaning San Fransisko shahrida uchrashib, Birleşken Devletler Teşkilatı kurup çıkan. 1945-12 ayının 24-günü bu teşkilat resmi işga düşüp
bu tashkilotning nizomnomasining kirish so'zida shundoq deb yozilgan. Bu nizomnomalar hammasi Google kirsanglar bor, juminglar Gchat kirsanglar bor, rasm 8 ga turda bo'lishadi. Bu kirish so'zida mushta boshlaydi bu. Birlashgan davlatning xalqi hayotimizda ikki qitim insonlarga cheksiz qayg'u hasrat akagan urushga o'xshash biz Birlashgan davlatning xalqi hayotimizda ikki qitim insonlarga cheksiz qayg'u hasrat akalgan urushga o'xshash baloyi ofatdan avlodlarimizni saqlab qilishni qaror qildik. Bu birinchi dunyo urushi, ikkinchi dunyo urushi deydi. 1948-yili Amerikaning prezidenti Franklin Rooseveltning tul xotini Eleanor Rooseveltning kuchlik va jonliq raisligida kishilik huquq komiteti universal kishilik huquq xitobnomining dastlabki nusxasini yozib chiqdi. Buni barliq insonlar uchun yozilgan hozirgi davrdagi Magna Carta debmi qo'ydi. 1948 10 oyda Birlashgan Davlat bu xitobnomani qabul qildi. Yuqorida birinchi so'zlab kirganda boshlaganda men bu xitobnomining kirish so'zini sizlarga o'qib berdim. Rasm 10 ga keling. 9. Ama 9 shu universal kitobnomningki dastlabki nusxasi e'lon qilgan nusxasi. Dunyo universal kishilik huquq xitobnomasi. Dastlabki nusxasi mana. Avval rasm 10 ga keling. Mana 10. Mana bu xitobnomning kirish so'zida shundoq deb yozilgan. Abaqisi bor menda. Kishilik huquqqa beparvarlik bu xitobnom kishilik huquqqa beparvarlik qilish va xo'rlik qilish insonlarning vijdon insofini g'azablantirgan yovuz vahshiy ish harakatlarga sababchi bo'ldi. Buning bilan birga yangi bir dunyoning yetib kelishga turtki kuch bo'ldi. Bu yangi dunyoda umumiy insonlarning so'zlash erkinligidan, e'tiqod erkinligidan, qo'rqishdan ozod bo'lish erkinligidan bahramand bo'lishi eng oliy orzu umid deb hisoblaydi. Barliq insonlar erkinlikka va qadr qimmatida teng tug'ilgan. Bu xitobnomining kishilik huquqni dunyo umumyuzlik huquq ekanligini aytgan va qonunlashtirgan. Buning butun yer sharini bir gavda deb qarashdan boshqa hech qanday jo'g'rafiya to'g'riliq mazmun yo'q. Mustaqillik bilan hech qanday munosabat yo'q. Yuqorida so'zlab o'tdik, qisqa kishilik huquq tarixidan bilgini bo'ladigan kishilik huquq jo'g'rafiya bilan munosabati yo'q. Kishilik huquqni jo'g'rafiya bilan yana mustaqillik bilan birlashtirish tamamen Uyg'urlarning ijodi. Mustaqil davlati bor turib kishilik huquqiy dafsanda bo'lgan, masalan Xitoy, Chauchen to'la mustaqil davlati bo'lmay turib kishilik huquqqa hurmatlangan, masalan siz bilan men misollar oz emas. Kishilik huquq va mustaqil degan o'xshamagan ikki hukmni nikoh qilib qo'yish faqat Uyg'ur ziyolilar va faoliyatchilarning qo'lidan keladigan ish. Bir necha Uyg'urlarning kishilik huquqni rasmiy qilib va mustaqillikni setib jon boqadigan siyosiy qo'ymichilarning nayrangvozligi. Erkinlik dunyo, ikkinchi dunyo urush oyoqlashguncha taraqqiy qilgan Yevropadami ayollarning kishilik huquqi bo'lmagan. Shuqchi hujjatda chiqamida bo'lmagan. Ta 1970-yilgacha qartalliklarning kishilik huquqi Amerikada dafsanda qilingan. Kishilik huquq hukumatning qo'g'dishi yoki aralashishidan xoli mavjud bo'ladi. Bu bir insonning hissiyoti yoki tashabbusi hukmining ta'siriga uchirmaydigan bir obyektiv bir mavjudiyat. Uyg'ur ziyolilaridagi masala subyektiv bilan obyektivni bu ikki hukmning o'rnini almashtirib qo'yibotdi. Shuning uchun bular doim o'zining o'y fikrlarini amaliyat qilib xalqni qalaymqon qilib kelyotdi.
bu kişilik hukukni mustaqillikqa minish yo'lidagi cho'qim bir besib o'tadigan bu Uyg'ur ziyoli bular bu Uyg'ur ziyoli hozir dunyodagi faoliyatchilar bu kishilik huquqni mustaqillikqa minish yo'lida cho'qim besib o'tadigan bir bekat deb qaraydi. Bu ikki hukmni bir yo'lda safarga ketib borgan yo'ldosh deb qaraydi. Kishilik huquq insonlar tug'ilgandala Alloh bergan bir mavjudiyat. U jo'g'rafiya bilan munosabati yo'q. Uning mustaqillikqa boshlaydigan majburiyati yo'q. Mustaqillik bo'lsa kurash qilib erishadigan, kurash qilib qo'g'daydigan bir jo'g'rafiya. 1833-yili qulluqni bekor qilishni, ayollarning saylam huquqini va ijtimoiy islohot qilish huquqini tashabbus qilguvchi amerikalik muxbir William Lloyd Garrison maqol e'lon qilib, bu maqolda kishilik huquq ulug'ligi degan atalg'uni ishlatgan. Bu bo'lsa hozirgi kishilik human right degan atalg'uning dafsanda paydo bo'lishi. Bu gapni mushu odam ijod qilgan. Rasm 11 ga akiling. Ana bundaq sijab qo'ydi. Mana mushu maqol in defending great cause of human right. Mushada mana bu odam mushu maqolda qilgan mushu kishilik huquq human right deganda tarixda tunji paydo bo'lishi. 1867-yili Amerika Oliy sud mahkamasining sudchisi David Davis maqol e'lon qilib shundoq yozib ekan. Qonunning qo'g'dishida kishilik huquqqa kapolatlik qilg'ini bo'ladi. Agar kishilik huquq qonunning qo'g'dishidan ayrilib qolsa, u razil hukmronlik qilguvchilarning iltifotiga yoki qini qizliq odamlarning g'avvasiga aylanib ketadi. Bu odamning gibi. Bu kishilik huquq hukmining Amerika qonuniga singib kirishga intilgan dastlabki qadami deb qaraldi. Buningda hech qanday jo'g'rafiya to'g'riliq mazmun yo'q. Mustaqillik bilan hech qanday munosabat yo'q. Kishilik huquq falsafa tadqiq sohasida o'rin olg'achqa nurg'un dongliq faylasuflarmi bu to'g'riliq, bu hukm to'g'riliq siya sarf qilgan. 18-asrdagi eng ulug' faylasuf deb tanilgan dialektiklik logikani taraqqiy qilgan va biz doim o'rgangan marksizmning shakllanishiga cho'nqur rol o'ynagan. Marksizmning uch tarafdan keldi, bir Angliyaning iqtisodiy, Germaniyaning falsafasi, Grekiyaninki burungi tarixiy ash uchidan kelgan. Marksizmning shaklida cho'ng rol o'ynagan mushu odam Friedrich Hegel. Marksizmning nazariyasida bu odam intayin cho'ng rol o'ynagan. Bir odamning qanday qilganda kishilik huquqqa erishaydiganligini ustida to'xtaganda mundaq turlarga bo'lgan. Bu odamning gapi ma'vo tirnoq ichildi. Mulk huquqi bo'lish kerak. Boshqalar bilan kelishim tuzalishi kerak. Boshqalarga axloqiy va ma'naviy va'da qila olishi kerak. Boshqalar bilan yashalishi kerak. Qonunning qo'g'dishiga erishilishi kerak. Hukumatda ovozi bo'lish kerak. Tirnoq yepildi. Fred Hegelning bu mizonida hech qanday jo'g'rafiya to'g'riliq mazmun yo'q. Yuqorida bak mol-mulk deb so'zlab o'tgandik. Mol-mulkning huquqi degan nima tushunmay bir so'zlab o'tgandik. Mol-mulk huquqining aniqlamasi bu yerda da'vatga mol-mulk huquqi odatda 4 narsa o'z ichiga oldi. Birinchi, o'zi ega bo'lgan narsalarni ishlatish huquqi. Ikkinchi, bu narsalardan o'ziga kirim tepish huquqi. Uchinchi, bu narsalarni boshqalarga o'tinib berish huquqi. To'rtinchi, mol-mulk huquqini amalga oshirish huquqi. Biz mol-mulk huquqi deganda mush 4 mazmun ichiga oldi. Falsafa nuqtadan qaraganda 19-asrga Angliya filosof John Stuart Mill kishilik huquq hukmini mundaq 3 doiraga bo'lgan. So'zlash erkinligi,
yig'ilish erkinligi boshqalarga ziyonkashlik yetkazmash shartda o'zi xohlagan ishni qilish erkinligi. Rasm 12ga keling. Rasm 12ga. Mana bulardan bir narsani his qilg'ini bo'ldi. Bular kishilik huquq hukmi asta aydirinlashgan. Bu butun joriy 2000 yil jarayonida asta aydirinib bugun kelgan. Mana rasmdagi 3 intayin kishilik huquqqa nazariy jihatdan intayin cho'ng to'kib qo'shgan odam. Va sol tarafdan birisi Friedrich Hegel, bu Germaniyalik falosuf, aqcha hozir qadar dunyodagi eng ulug' falosufning birisi deydi. John Stewart, mayaqdagi Amerikalik Oliy sudning so'chisi uchining rasmi shu bular. Mao Hegelning rasmi mana uchiningda rasmini chiqarib qo'ydim. Amerikadagi Yale universitetiga donliq universitet bo'libmi advokatlarda. Birga Harvard, birga Yale. Bu ikki universitetning advokatlari bir-biriga raqobat qiladi. Masalan, Obama Harvard universitetini bitigan, Clinton Yale universiteti bitigan. Bular mush universitetda dunyoning eng oldida turgan universitetlar. Qonunda, bo'libmi qonun sohasida. Amerikadagi Yale universitetining qonun va tarixi professori Samuel Moynning deyishicha kishilik huquqdagi yana bir namoyanda bo'lsa 1975-yili Finlandiyada Amerika va Kanadani ichiga olgan 35 davlat qo'l qo'ygan Helsinki kelishim. Uyg'urlar ham Helsinki deb ishlatim, kelishim Helsinki deydi-ku. Bu kelishimning asosiy maqsadi g'arb mamlakatlari bilan kommunistik davlatlari o'rtasidagi munosabatni yaxshilantirish. Bu kelishim kommunizm bilan kapitalizm bu ikki ideologiyaning o'rtasida ko'rik silishni maqsad qilgan. Buningda hech qanday jo'g'rafiya to'g'riliq mazmun yo'q. Mustaqilda hech qanday munosabati yo'q. 1977-yili Amerikaning prezidenti Jimmy Carter mush yil o'lib ketdi-ku texe. Jimmy Carter bizmi oldingi yilning oxiri o'ldimi, shuni beshi o'ldimi shunda. Jimmy Carter prezidentlik ishni boshlash nutqida har odam prezident bo'lganda birinchi kun so'zlaydi-ku, ikkinchi oydan birinchi oy natma hozirgi prezident Trump'ın so'zladi. Nutqida kishilik huquqni Amerikaning tashqi siyosatining turiga qildi. Shuningdek, men mushu kishilik huquq dunyoda mang'ulda turib huquqni tashqi siyosatiningki eng asosiy qildi. Shu yili kishilik huquqni qo'llaydigan va tashviqot qiladigan organ Amnesty International Nobel tinchlik mukofotini oldi. Amnesty International ham Uyg'urlarga Tonish bo'lish kerak va chet eldagi Uyg'urlarga. Buni Uyg'urchaga xalqaro kechirim tashkiloti deb oldi-ku, shunda mening ismimni qilish shu. Dunyoning bu tashkilot nima tashkilot desanglar, bu Amnesty International degan xalqaro kechirim tashkiloti degan dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquqni qo'g'dash uchun xizmat qiladigan ommaviy tashkilot. Bosh shtabi Londonda. U barliq hukumatlardan mustaqil, hech qanday hukumatlar qaramaydi. Hukumatlar qaramaydi. Hamda siyosiy tashkilotlar, ideologiyalar bilan munosabat yo'q. Hech qanday ideologiya tashkilotlar bilan munosabat yo'q. Va din bilan chegirlanish munosabatida bir taraflik turdi. Sen Xristian bo'lamsan, kofir bo'lamsan, buni hech nima chatib ular bir taraf turdi. Saqlaydi. U 1961-yili advokat Peter Benson tarafidan Londonda qurilgan. O 150 dan ortiq davlat va rayondagi kishilik huquq dafsanchiligini tugutish uchun tirishib kelyotdi. Uning 1 milliondan ortiq saxovatchisi bor. Uning burchi insoniy huquqqa daxl ta'ruz qilish qilmishni oxirlashtirish hamda har bir kishining huquqining hurmatlanishiga kafolat qilish. Uning kirmi asosan shaxsiylarning oz sumuluq ihonasidan keladi. Nurg'un xalqlar xuddi biz masjidlarga pul beramiz-ku. Har juma kuni oldimiz kelsa $5, $10 tashlaymiz. Roziyatlar tashlaymiz. Masjidning kirmi asosiy
shaxsiylardan kirdi. Bularning shu shaxsiylardan kirdi. 2023-yili bu tashkilot 370 milliard yevro to'plagan. 400 million dollarga. Endi mesela yig'inchoq akaplayli. Bugun kunda kishilik huquq tuvandagi mazmunlarni ichiga oladi. Qani siz men bilan birlab mushaqqa, mush Uyg'urlarmish birsi bormi? Mush mazmunlarni men yakunlab mandaq chiqdim. Birinchi, hayot huquqi. Har qanday odamning tug'ma huquqi, hech qanday odamning hayoti, nima hayot har qanday odamning tug'ma huquqi. Hech qanday odamning hayotini boshqalarning ilish huquqi yo'q. Uyg'urlar bizning hayot huquqimiz bormi? Yo'q. Masalan, yaqinda menga bir odam bir ishni so'zlab berdi vatandan kelgan telefonda. Shunday. Ashada bir Xitoyning Abdunrayliq darajalik Xitoyninki ilaqi bir organni, böğrükini almashtirish to'g'ri keldi. Almashtirish uchun ashaga 5 Uyg'urni nim qilib qo'yibdi. Ma Uyg'urni to'g'ri kelmas, oni soldi, ona to'g'ri kelmas, oni soldi. 3-chi Uyg'urni to'g'ri kelib, oldiki 2 Uyg'ur o'ldimi nima bilmaysiz. Aşı bir Xitoy amaldorlar bo'lsa, 6-7 Uyg'urni ashaga yotqizib qo'ydigan qata, ma soat to'g'ri kelmas, oni qildi, birisi menga deb berdi. Ikkinchi, erkinlik va hurlik huquqi. Hozir dunyoning ikkinchisi. Erkinlik degan to'salg'uga uchirmagan yoki cheklimiga uchirmagan holda o'zining orzusi bo'yicha so'z qilish, harakat qilish va o'zgarish huquqi yoki kuchi. Bizda bormi? Sharq Turkistonda. Ha? Bu ikkinchi. Bizda bormi? Uchinchi, bexatarlikka intilish huquqi. Bizni ashad bexatarlikka intilish huquqimiz yo'q. Uyda jim tursangiz bo'lmaydi. Sizni akirib ketalaydi. To'rtinchi, kamsitishga uchirmaslik huquqi. Uyg'urlar umumyuzlik kamsitish. Hatto eng oddiysi qiyada bu xizmatga Uyg'ur olmaymiz deb uzun ochar chiqarib qo'ydi. Masalan, bir professor aşı birini tanıydigan bir professor ismi nima edi? Tuyg'un degan bir professor batdi, biz bilan birga bitgan, shu Sharq Turkiston universiteti, atalmish Shinjon universitetiniki kompyuter sanat. Shu universitetning ichida bir Uyg'ur bilan Uyg'ur so'zlabdiki, ommaviy so'rinda Uyg'ur so'zladi 3 oy qamab qo'ydi. Masalan, universitetning ichlarida hukumat bilan hech qanday Uyg'ur so'zlamaysiz, uni so'zlasangiz qamoqqa uchraysiz. O'zining badanini 5-chi, dunyodagi kishi huquqining 5-chisi. 5-chi mazmuni. O'zining badanini qandoq saqlash va davolash qarorini chiqarish huquqi. Uyg'urlarda yo'q. Ukulni uraverdi, sanga deb ta'sirmi, nima, ammo hech qanday huquqi yo'q. Hatto tug'ma bolalar tug'ilib bo'g'ichi ichida o'ltirib yotadi. Majburiy tug'ib o'ltirayotgan sonlarning milliondan jiq. 6-chi, e'tiqodiy sababidan ayblanib qilishdan qo'rqmay erkinlik bilan o'zining dinini ijro qilish va diniy e'tiqodni praktika qilish huquqi. Bizda bormi? Uyg'urlar praktika qilamda, hatto nima yo'q, hozir mechitlar qup-quruq bir qiyri odamlar kirdi-ku. Endi axaqlar chatdan avlodlar kelsa darrov idora jamiyatga hukumat boshliqlarini hammani darrov mechitga beringlar deb hammasiga do'ppini kaydirib bordi-ku. İşgördükü Hansu Xitaylar kelib bu yerga hamiz işgördə vaqtda bu yerga sayohat kelmaymiz debdiki. Hozir Qashqarda hamma yer bir bozorlar, bir yer borki, uyga kirgan Uyg'urlar cho'qim Uyg'urcha kiyim kiyishga, do'ppi kiyish kerak. Sayohatchilar keladigan yerga. Sayohatchilar ishlagan akirgan oshxonalarga, mikroxonalarga, u yerdagi oshpazlardan hammasi do'ppi kiyishga, qizlar atlas ko'ylak kiyib, ashta uzun chashlarni qo'yish kerak. Demak, muzeyning materiali ham aylanib ketibdi-da. Muzeyning materiali. 7-chi mazmunda davlat tavalligi, irqiy millati, jinsiy farq, rangi, yeshi sababidan ziyonkashlikka uchirmaslik. Bizning tunji bergan guvochimiz, shohidimiz Mikrogul Tursun. Mana shu Mikrogul Tursun yig'isi deb bir maqol yozgan. Shu Mikrogul Tursunni kirib shu o'zi da'vo qilgan. Sen nimishqa, men nimishqa bu turma kirib qoldim desa, u chiqib debdi, chunki sen Uyg'ur bo'lgan uchun debdi. Uchiq debdi shu o'zi so'zliga. O Xitoyning o gapni uning ochiq deyishida uning xalqaroga chiqib qilish nimasi yo'q-da, qo'rqinchi yo'q-da, uni ashad yo'qtirgan plan bo'lgan. Hech qanday qo'rqinchi yo'q. Hech qanday ochiq davrda buni. 8-chi, qirib ketish huquqi.
endi ada qiyirib ketish huquqi degan nima desangiz, siz qiyirganda siz muvofiq sog'lomlik mulozimatni ola olishingiz kerak. Jamiyatninki sizga jamiyat hukumat jamiyat jihatdan mulozimat qilish kerak. Sizningki yashash ahvolingiz biroz yaxshi bo'lishi kerak. Endi o'zingiz asta qiyirishga, mengishga, o'zingizni e'tiqodni qilishga, hamma ishni qilish erkinligingiz bo'lishi kerak. Bizning u yerda yo'q-da ular. Qiyirlarning balları baxmasa agar ashad bizning qiyirlar ilm biz Uyg'urlarda insof bor, ballar qaraydi. Bu Amerikalarda manday chatlarda bu ballar qarmaschi ko'chalarda shu 100 minglagan qiyirlar ko'chada yetib qoladi. Bizning Uyg'urlarda insof bor. Biz ota-onamiz qaraymiz. Qaramaydigan ishimiz bo'lsa, Sharq Turkiston qiyirlarni pulimi yo'q, masalan, ancha-muncha yillik hukumat xizmat ishlaganlarni hisoblasangiz, 90% Uyg'urlar hukumatda xizmati yo'q. Ular degan ko'chada yetib qoladi. 9-chi qonun oldida o'rin, tartib va odillik bilan so'roqqa tortilish huquqi. Bizga xohlagan odam tutib ketadi. Oldin ko'chalar ketib qolsangiz, bir soqchiga tilpinini berar deydi. Qo'lni oliblar ishini oqtira oladi. Uyingiz xohlagancha kirdi, xohlagancha odam tutqizib qo'ydi, to'g'rimi? 10-chi qiynoq qistoqqa uchirmaslik huquqi. Bizning bu chiqqan shohidlarimizdan biz ichidagilar qanchalik qiynoq qistoqqa uchrayotganligini. 11-chi qulluqdan ozod bo'lish huquqi. Endi bu qulluqdan ozod bo'lish huquqini biz Uyg'urlar o'zimiz olmaymiz. To'g'rimi? Biz Uyg'urlar o'zimiz qulluqni tanlab oldik. Buni Xitoyga ayblamaymiz. 11-chi erkin so'zlash huquqi. Bizda hech qanday erkin so'zlash huquqimiz yo'q u yerda Uyg'urlarning. To'g'rimi? Hukumatdan degani bo'yicha ish qildi. Har qanday kishi bilan aloqa qilish va har qanday guruhga erkin qatnash huquqi. Sharq Turkiston hatto tutqanlarimiz bilan so'zlashamaymiz. Erkinlik yo'q, to'g'rimi? Har qanday kishi bilan aloqa qilish erkinligi bizda hech qanday yo'q. 14-chi erkin o'y fikr qilish huquqi. Uyg'urlar erkin o'y fikr qilish huquqim yo'qda. Islomkomning bir yumori bo'lgan. Islomkom bugun uyda o'tirib, qo'shiq ichib, mushta o'tirib, voy. Mushtaraqqa bir ichini sho'rpi bo'lgan bo'lsa, gupni ichib olgan bo'lsam desa, ishni tak uribdi. Qarasa qo'shnisini bir bolasiga. Bali kirib, opam sho'rpis bo'lsa bir ichini ba'slimiki deydi debdiki. Deysizamka voy. Mushuguylarning derdi odam birini o'y xiyol qilganim bo'lmaydi degan. Shuning o'xshashda bizning u yerda o'y fikr qilish nimani o'ylayotsa deydiki. Mandaq o'ylayotmasa ishonmayganda cho'qim ashula degan narsani o'ylayotman demagicha siz ashi o'yingizda deysizda. Ya bu o'y bunda o'ylamading deydiki. Akirga ya bunda o'ylamading rostda deb ashunda akirdan gapganda. Ya'ni o'zining degizmoqchi bo'lgan yeri qistab kelayotgan gapda. Degizmay qo'ymadi. 15-chi o'y fikr sababidan ziyonkashlikka uchirmaslik huquqi. Fikrdan ziyonkashlikka uchragan odamlar, ziyonlar qirilib ketdi. Hatto Nurbakrininki bir uningki shu holchi bo'lgan odamning bir jinoyati Uyg'urcha bir kitob yozsa bo'ladi deganga qo'l qo'yibdi. Shumi bir jinoyatning Uyg'urcha so'zlash, ashtayilikqa bir kitobga Uyg'urcha maktablarga chiqargan kitobga qo'l qo'yib beribdi. Ashimi jinoyat kiribdi. O'zining holchisi. Mana bu 15 hozirgi bir yerda menda 15 deb yozib emas, men yakunlab mushaq qildim. Bu 15i hozirgi dunyodagi kishilik huquqning asosiy mazmuni. Mazmuni. Bular bo'lsa kishilik huquqning tüp asosiy va kam bo'lsa bo'lmaydigan qismi. Buningda hech qanday jo'g'rafiya to'g'riliq mazmun yo'q. Mustaqillik bilan hech qanday munosabati yo'q. Sharq Turkistonda Uyg'urlarning bu 15 huquqining hech qaysi yo'q. Hatto bir odimiylik yashash huquqimi yo'q. Kishilik huquq bo'lishing uchun oldi bilan seni odam deb e'tirof qilishi kerak. Xitoy Uyg'urlarni odam deb e'tirof qilmaydi, sinko deb tillaydi. Hayvon deb tillaydi. Uyg'urlar tilsada burada sinko dedi. Shuning uchun Xitoydan kishilik huquq talab qilish bir xil dötlik va nima deymiz? Qo'shonlik. Bir xil dötlik va qo'shonlikda uni. G'arbda yashayotgan ko'p sondagi Uyg'urlar
adimilik salayetinden sınqılık salayetini üstün körüdü. Mişa duma yanaş Xitayning içinde qul başında yaşashni yaxshi körüdü. Çünki sınqılık salayetinden bexatarlikni his qiladi. Hayvan bu Xitayning oldi ko'rinib bersam, meni hech bo'lgan bexatar qonimga pichoq urg'uchi, men bexatar bo'laman deydi. Elaqa bir yumurba bir mashinada bir o'shki bilan bir 20 qo'yni toz akitib nim qilib ketsa, ila qo'ylar degan shundoq so'rab ketdi. Voy, bizningchi xo'jamning pichig'i shunchalik ishdiki, shart qalini oladi deb mushta vaqirsa, iliq 3 kunning ochiq. Hey, xalq sening kallangni oldig'ini bilmamsan mening deb ochiq vaqir jingli mashina ichida sakrab ketsa, qolgan qo'ylar hammasi 3 kun to'laysa. Hey, nimanchilar vaqiraysa, sakraysa, men mashina o'rilib ketsa qanday qilsa deydi. Uyg'urlarning mushuning o'xshashda bu bir hikoya. Hammasi xo'janing o'zining kalsini oldigan pichoqni maqtaydi ekan. 17-asrdagi angliyalik faylasuf, mutafakkur va liberalizmning otasi deb ataydigan John Locke 3 so'z bilan kishilik huquqni yakunlagan. Qaralama taraqqiyib kelyotdi, yakunlanyotdi. Bu bo'lsa life, liberty, property. Uyg'urchaga hayot, erkinlik, mol-mulk deb tarjim buni ashunda Uyg'urcha bunda tarjim qildim. Mol-mulkning aniqlamasini men yuqori so'zlab o'tib ketdim. Bu yerdagi hayot, erkinlik, mol-mulk dedi-ku. Bu yerdagi hayot degan bir insonning o'zi xohlagan usul bilan yashash huquqi. Bu yerdagi erkinlik degan boshqalarning aralashishidan xoli o'zining hayotidan va bu hayot bergan fursatdan bahramand bo'lish huquqi. Bu yerdagi mol-mulk degan hech qanday cheklamaga uchirmay, o'zida bor narsani saqlash va o'ziga ega bo'lgan narsaga ega bo'lish huquqi. Biz hatto davlatimizni beryaptik, ya'ni hech qanday erishamadik. Amerikaning mustaqil kitobnomini yozgan Thomas Jefferson yuqoridagi 3 so'zdan ilhomlanib, bu kitobnomiga Amerikaning hayot, erkinlik va xushallik haqqi degan xushallikqa intilish huquqini kirgizgan degan qarash Amerikada o'rtoqlashgan. Amerikaning bu huquqlarga kishilik huquqini qarasa, mushunda jarayonda falasuflar aralashib, mustaqil bu so'zlar bo'lganda aniqlanib kelgan. Amerikaning bu Jeffersonga ham Amerikaning otasi Jefferson yuqoridagi 3 so'zni bayon qilib, 200 yilgacha qartallarning kishilik huquqi Amerikada dafsanda qilingan. Coğrafiya qarang, dafsanda bularimiz bu coğrafiya yashaydi, dafsanda qilingan. Buningda hech qanday coğrafiya to'g'riliq mazmun yo'q, mustaqillik bilan hech qanday munosabat yo'q. Ta Uyg'urlar dunyo siyosiy sahnida ancha-muncha ko'rinmagicha kishilik huquq bilan mustaqil o'tirisida tanglik bo'lmagan. Nurg'un Uyg'ur faoliyatchilar kishilik huquq degan mustaqillikqa menish yo'lidagi bir bosqich, kishilik huquq bilan mustaqil bir nishonga ketib borgan yo'ldosh deb qaraydi. Bu Uyg'urlardagi tashkilotlardagi ommaviy bo'lmish indijini dünya Uyghur bo'lsin, yana enidini pulni ilayotgan hammasi mushni so'zlab yurdi. Amaliyotda kishilik huquq mustaqillikqa yetaklashini amaliyotda kishilik huquq mustaqillikqa yetaklashi bir tasodifiy tuyuqsiz natija. Mustaqillik kishilik huquqqa kafolat qilolmaydi. Kishilik huquq eng yaxshi holatmi mustaqillikning bir yetarli sharti. Zarur shart emas. Lekin mustaqillik kishilik huquqqa umid beradi. Lekin mustaqillik bo'lmasang, kishilik huquqingni qo'g'damaysan. Mustaqil bo'lmasang, sening kishilik huquqing xuddi cho'llarda yolg'iz qolgan qo'ydak, bo'rlarning xohlagancha tolishiga uchraydi. Hozir Sharqiy Turkiston xalqi tortayotgan zulm mustaqil bo'lmaganlikning oqibati. Kishilik huquqni mustaqillikning oldiga qo'yib olish, xuddi beshi og'rigan odamga ishi surib ketgan retseptini yozib berganga o'xshash ish.
Mustaqillik degan bir millatning ro'yi va tarixidagi hayot manbasi. Mustaqillikni bir chetga qarib qo'yib, mustaqillikning oldida duduqlab, mustaqillikni kishilik huquq yo'liga boshlash, mustaqillikni kishilik huquqqa setish, mustaqillikqa rang-murang do'ppilarni kaydirish, bularning hammasi Uyg'ur xalqining ro'yiga va tarixda hayotini davomlashtirishga qilgan haqorat va xoinlik, ham xorlash. Dünya tarixida mustaqil ideyasini dafsanda qilish, hatto setish orqali xalqni uyg'otmoqchi bo'lgan faqat Uyg'urlar yaratgan ijodiyat. O'zimizning dunyo tarixida bu mustaqillik ideyasini dafsanda qilish, setish orqali xalqni uyg'otmoqchi bo'lgan faqat Uyg'urlar yaratgan bir kamsitish. Ben şungaşqaylık men degan yerim başta sizga kirgan so'zlashganda Uyg'urlar dast turib mustaqillikqa intilmagan. Til pukib dushmanning oldida til pukirib mustaqillikni talab qilgan. Hozirgi dunyodagi Uyg'urlarni asosiyatdan cho'ng tashkilotlar dast turib mustaqil deb Xitoy tajovuz chiqib ketsin degan ovozni anglamaysizlar. Bu da hech yo'q. Sen til pukib mustaqillikqa talab qilyapti. Chunki kishilik huquqda jo'g'rafiya to'g'riliq hech qanday mazmun yo'q. Mustaqillik kishilik huquqning nishoni emas. Hatto tarkibiy va qurilmasi emas. Kishilik huquq bilan mustaqillik bir yo'ldoshmi emas. Bu ikkisining yo'ldosh bo'lib qolishi bir tasodifiy va qisqa jarayon. Xitoyning ideologiyasiga kishilik huquq bilan g'arbda davra surayotgan kishilik huquq bilan kishilik huquqni Xitoylar Uyg'urlar hatto Xitoylar deyotgan kishilik huquq bilan g'arb deyotgan kishilik huquqning farqini bilmaydi Uyg'urlar. Buning bilan tarix, buning bilan taqmaydi. Men shu ikkining farqini to'g'ri so'zlab o'tib ketay. Xitoyning ideologiyasiga kishilik huquq degan g'arbda davron surayotgan kishilik huquq bilan tamoman o'xshamaydi. Xitoyning kishilik huquq tushunchasi ko'ngzichilik ideyasidan kelgan. Xitoychada buni ruja sishang deydi. Ko'ngzichilik ideyasi. Xristiyan va islom nazariyasida kishi odam xalq degan o'xshash odam. Biz so'zlayotgan bu hammamiz o'xshash. Allohning oldida o'xshash odamlar deymiz. Allohning oldida hamma odam teng. Faqat kim farqlantirdigini bizning iymonimiz. O dunyoda bizni farqlantirgan iymon bu dunyoda hammamiz teng. Ko'ngzichilik ideyasida Xitoyning rujasi shangda kishi bilan odam rin deydi, xalqni min deydi. Bu ikki nafar. Ko'ngzichilik ideyasida rin bilan min degan o'xshamagan ikki hukm. Bu ikkisiga Xitoy tarixida tamoman o'xshamaydigan tushuncha berib kelgan. Buni oydinlashtirgandan keyin g'arb nazariyasidagi kishilik huquq bilan Xitoy da'vatga rinchuanning farqini bilalaymiz. Xitoy hukumatiga rin degani bilsag'u, rin min deydi o'rnida. Xitoy hukumatiga rin bo'lsa, kishi odam degan ma'noni bildirdi. Bu rin degan podshoh, xon, general va barliq hukmronlik qiladigan va uning fuqarolariga uning buyruqlarini ijro qiladigan to'ra, amaldor va mansabdorlarni ko'rsatdi. Maslanga biz Xitoyning kinolarini ko'rganda yoki kitoblarni o'qiganda Xitoy kino Wang Darin, Jin Darin deb ketadi, anglaganmi? Kinolarda Xitoyning boshliqlari bir-birini ko'rsa Wang Darin, Jin Darin, rinni shiltidi degan o'xshash atashlarga uchraymiz. Bu Uyg'urlardagi hazratlari, olilari, kattalari, oqsumak deganlar bilan o'xshash ma'noda bo'ladi. Xitoychidagi rin atalg'uga bahramand bo'lganlar jamiyatning yuqori qatlamidagi noiti oz sondagi kishilar. Min degan rin deydi-ku. Angashqayliqqa burun vey rin min fu degan gap botdi. Ismisi ancha-muncha bilan xalq uchun degan gapni ishlatdi. Aslida u gapning ma'nosi to'liq ifodaydi. Vey rin ayat bir pashpa min fu degan. Odamlar uchun xalq xizmat qilish kerak degan gap deydi. Albatta pashni ilayotgan vey rin
degan o'rindigan cho'ng odamlar uchun men xalqlar bilishga men hozir menni tushundirman. Men degan qul, dehqon, oddiy puhra, avom xalq, yoymichi, matkor, beliqchi, ovchi qatorliq jamiyatning tuvan qatlamida yashaydigan va emgak kuchiga tayindigan insonlarni ko'rsatdi. Xitoy xalqini shu min deb ataydi. Qani sal tushiring. Shu min degan xatni ko'rsatib qo'yadi. Mana tepede, eng tepede men shu min degan eng ikkinchi qo'lning ostida menda shu min degan bir xat bor. Shu min xalqni shu min deydi. Eng tuvanning shu min deganlar shu ma'ba o'tgan qo'l, dehqon, oddiy puhra, avom xalq, yoymichi, madkor, beliqchi, ovchi qatorliq jamiyatning tuvan qatlamidagi odamlar. Bularni shu min deydi. Xitoy hokimiyatida amaldor mansabga erishgan Uyg'urlarmi, masalan, Nurbakri, Ismoil Ahmad, Muzaffar qatorliq mansabdorlarmi Xitoyning nazarida eng yaxshi bo'lganda shu minga kirdi. 95% Uyg'urlar shu mingimi kirmaydi. Ana men oldinga o'tgandim mana Muzaffar bilan ko'ni tunish. Amerika kelsa uyimga kelgan, kutib olgan, og'indorchilik munosabatim burundan bor. Uy kelsa uyning mehmoni men deb qo'ydim. Emas, hatto Do'lqin Aysa uyim kelsa kutib olman davrimi oldiga chiqib. Kelgan, ana shu Xitoy eng ishongan odamning biri, shu Muzaffar. Amerika mishaga uymakni boshlab keladi-ku, bu to'li keladi. Kelganda bu uymakning birinchi tanjong bo'lib keladi. Muavin fu tanjong emas. Xitoylar kelganda bu tuanjong bo'lib keladi. Shuncha ishongan odamning eng oxiri qaniyliqi turmaga kirib 6 oy turib chiqqandan keyin bir steppada yiliqida mushta tutmas kasal bo'lib butun uyini haydab, qizini haydab, uylardan butun mashina to'ngib qolgan bir hadisvoka ashning uyida mushundaq tutmak kasal bo'lib 3 oy yetib, o'libdi. Shu bo'lgan jarayonda amaldor kadrlarni Uyg'urlarni hammani ashni yo'qlab kelinglar, sizlarni kon do'stinglar deb hamma amaldorlarni majbur ashni ko'rsatib, "Bani ko'rdingmi?" deb ko'rsatib ashunda o'lib ketdi. Xitoyga butun hayotini berganlar. Ashni o'zi hadisi inisma oilasiga 3 jon aka ini 3 aka inimi yo bir hadisim bormi? 3 yilda ash bir 6 oydan keyin biroq o'lib ketdi. Mana milodidan burun 771dan 476-yilgacha bo'lgan bu davrni Xitoy tarixida bahor kuz davri deb ataydi. Bu davrda yozilgan hamisha turtursin, Gu Liangzhuan Cheng Gong Yuannian degan kishilik kitob nomida mundaq yozilgan. Rasm 13, rasm 13 qaranglar mana. Uyg'ur xalq degan 4 xilga bo'lindi. Ziyoli, savdogar, dehqon, qo'l hunar va kuchini sotadiganlar. Ziyollarmi, ma savdogarlarni 2 xilga bo'ldi, tuanda deb turay, 4 ga bo'ladi mana. Ma rasm 14 ga ekiling, tuanda turdi baki. Xitoy madaniyatida amaldor bo'lolmagan ziyollarning jamiyatga o'rni eng tuan bo'ldi. Ziyollarning. Ularni cho'lovchi deydi. Madaniyatning cho'lovchi 9 dedi. Mana Xitoylarda odamni tarixdan 10 ga bo'ladi. Mana kitobda yozilganini men tarjima qilib qo'ydim. Amaldor eng yuqori, hamda podshoh Xudoning o'rnida, u odamning qimmat nima tianzi deydi. Xudoning o'g'li deydi podshohni ular. Ular buni amaldor, ma'mur deganlar boshliqlar, har xil daraja boshliqlar. 3-inchisi rahib deganlar nimalar bizning tilimizdagi molla. Mollalar. Undan keyin 4-inchisi dov deganlar ularning yana bir xili bor, uzunchaqliqi Wusong dov bo'lib oldi-ku. Ashning o'sha dov. So'pi inshaalloh deb qo'ydi. So'pi inshaalloh. Undan keyin 5-inchisi doktor, 6-inchisi ishchi, 7-inchisi hunarvan, 8-inchisi fohisha, buzuq ayollar. 9-inchisi ziyoli. 10-inchisi tilamchi. Xitoylar angashqa ziyollar huquq olamasa, aşı tilamchidan yuqori fohisha ayollarning keynida qoladi-da. U ayollarning tek yaxshiraqlari yuqori amaldorlar bilan aptishalaydi. Xalqni 10 darajaga oriydi.
barobarlik bo'lmaydi. Xitoy madaniyatida dehqonni longmin deydi. Biladigansiz, dehqonni longmin deydi. Nongmin deydi. Longrin demaydi, rinni ishlatmaydi. Minni ishlatadi. Shunda Ha, ishchilarni gongrin deydi. Gongrin deganning sababi mana dunyoda kommunizm harakat boshlangandan keyin ishchilar rahbarlik sinf degan atalg'i chiqdi. Bildigansiz, ishchilar gongrin deyish, Lindauji. Ha, shuningdan keyin ishchilarning nazariya jihatdan nemis ko'p butun rahbarlikda gongringa olgan gongming demagan. Burun gongming dedi. Shunga ishlar long masalan madaniyat dehqonni longmin deydi, longrin demaydi. Savdogarlarni shangmingmi deydi, shangrinmi deb ataydi. Ushaq chuchak savdogarlar shangmingga kirdi, yuqorida o'tgan. Lekin chunki cho'ng savdogarlar ko'p vaqtlarda podshoning urug' tuqqanlari bilan yaqin bo'ladi, yo o'zlari cho'ng savdo qildi yoki qondosh bo'ladi. Bularning oq sunak deb qaraydi. Shunga mandaq savdogarlarni Xitoylar shangrin deydi. Uchchidi kichiklarni shangmin deydi. Hozirmi shu ikki orada maldikilarni hammasi shangmin deydi, cho'ngdikilar shangrin deydi. Ya'ni rin degan rin oxiri rin kagini boshqa ma'noda, ming kagini boshqa ma'noda kelmoqda. Manda aytsa darajada. Asos qo'l past odamlar, rin degani oliy janoblar. Manda rin gap kelganlarda bilan cheklandi. Nima rasm 15 ga kelgan, mana banka mana tursa mana mishada. Mana deydi, mana puhrani nodon tutish Xitoy madaniyatida muhim rol o'ynaydi. Mana buni mana Bahar kul davridagi Shangyang degan yozgan kitobda mushtaq degan. Ming yu zoyi jiyi. Puhra nodon bo'lsa boshqurmoq aman. Angashqa Uyg'urlar oson imkoniyatda Uyg'urlarni nodonlik tiqidi. Temur Xalifaninki dramasida Yang Zhengshengning og'zidan chiqadi bu gap. Men bularga hech nima qilmay majlisga qo'yib beraman. Bular majlis qursa hech qanday butun o'qigan angashqa Shinsaymi huquqni iliblar, ziyonlarni qirib yetadi, hammani o'ltirib yetadi. Asos qolmaydi ziyonlar. Chiqam bunda bilgan hech qasini qo'ymaydi. Rasm 16 da masalan sal ko'taring ani. Ama rasmida mana Kongzi va uning o'quvchilari bilan qilgan suhbat to'plami bor. Uni Lunyu deb ataydi. Bu suhbat to'plami. Bu Lunyuda bu kitobda Kongzi shundoq degan. Mana men tarjimasini o'qay. Xalqni ishlatishlar kerak. Ularga ishlarning mohiyatini tushuntirmaslik kerak. Hukmronlar xalqni boshqarib, ularni gap anglaydigan, bosh egadigan qilish kerak. Bir minut turib turing. Sen Xalqni faqat boshqarish kerak. Ya'ni ishiltish kerak. İşlarning mohiyatini tushuntirmaslik kerak. hozirmi Xitoylarning deydigini shu asoschi. Mana Kongzi degan Xitoyning eng ulug' payg'ambari. Payg'ambarlarning eng ulug'ining biri. Tarixdan tortib ta hozirgacha Xitoyning an'anaviy falsafa, din, rationalizm, jamiyatni tuzash usuli yoki turmush usuli qatorliqlarni tasvirlaydigan eng ideya va qilmish o'lchimi. Mush Kongzi orqali o'lchaydi Xitoylar. Buningdan bilalaymiz Xitoy ideyasida g'arib tashabbus qilayotgan kishilik huquq zodilar yo'q. Xitoyni bir qattiq detal desak, masalan, ma telefonimiz qattiq detal deymiz. Bu telefonning ishchilarida masalan, manda olsak mana Facebook deymiz, mushta nurg'un narsalar bor. Bularni yumshoq detal deymiz. Maningda masalan Facebook ichildi. Nimishqa ichildi? Ma qattiq detal ashni qabul qila oladi. Hozir Uyg'urchami ichilgan Uyg'urcha yoziqni qabul qila oladi. Masalan, ma bizda yozayotgan masalan men ishlatadigan kodlar bor, masalan Python deymiz, C++. Bularni buningga tushagin bo'lmaydi. Bu qabul qilmaydi ularni. Shuning uchun mushu qattiq detalga qabul qilinadigan yumshoq detallar buningga kira oladi.
bo'lmasa kirolmaydi. Masalan, shunda Xitoyni bir qattiq detal desak, kishilik huquqni bir yumshoq detal desak, g'arb tashabbus qilayotgan kishilik huquq degan bu yumshoq detal, Xitoy degan bu qattiq detalga qochilg'ini bo'lmaydi. Uyg'urlar Uyg'urlar Xitoydan kishilik huquqni talab qilish bir xil normalsizlik va zo'ravonlik. Bu axloqsizlik. Kishidan ashuni yo'q narsani talab qilish bir xil axloqsizlik Uyg'urlar. Bu Uyg'urlardagi axloqsizlik. Xitoyda tamoman mavjud emas bir narsani talab qilish xuddi ot Oyliqonga, yo'l Sarixonga deganda nerva ojizlab ketganligini alomati. Bu bir axloqsizlik Uyg'urlardagi bedamlik, qashonlik. Uyg'ur tashkilot rahbarlari Xitoy kishilik huquqini talab qilish bir ahmoqiy e'tiqodga aylanib ketdi. Nimada? Rasm 17 ga keling. Ana ashada. Xitoyning kishilik huquq ideyasini texmi yaxshi tushunish uchun Xitoydagi 4 atalg'uni bir oz analiz qilaylik. Xitoy nimada? Masalan, Xitoy qulni nuli deydi. Xitoy qulni ikkiga bo'ladi. Nuli bilan jennu deb ataydi. Xitoy qulni nuli va jennu deb ataydi. Nuli degan bir odamning mulkiga kiradi. Burungi Amerikada qartalliklar shu nuli kiradi. Bu xil qul qarshi turmasa, xo'jayinning sizgan yo'lidan chiqmasa, u xo'jayinning qo'g'dishiga erishidi. Chunki u xo'jayinning bir mulki. Ikkinchi yana bir yo manfaat bor, shuning qarshi shu ishlaydi, qiladi, butun xizmatini shu qiladi-da. Shu xuddi biz siz uyda bir qo'y boqsangiz, bir qo'yingizga bir hujum qilsa, uni qarshi tursiz-da. Shuning o'xshash xo'jayinning bir quli u. Nima? Mulki. Chunki uni bunda qullar, qullarning ichidagi oliy qullar. Nima qildigini? Yana bir ehtiyoj shudir. Yana birini jennu degani igisi yo'q jamiyatning quli. Bu hech kim qo'g'dimaydigan, xohlagan odam xorlalaydigan va o'ltiralaydigan qul. Xitoyning ko'lda Uyg'urlar mushu tipdagi qul. Yani diqqat qilinglar. Kishilik huquqdan hech qanday xabari yo'q va Uyg'urni egisi yo'q jamiyatning quli deb qaraydigan millatdan kishilik huquqni qandoq tashna qilsin. Tashna qilsin. Davra g'uljiq bo'lganiga sendek degan gap chiqib ketdi og'zimdan. Xitoy xalqini Shunming bilan Jenming deb ikkiga bo'ladi. Mana misha to'xting mana. Mana Shunming degani, har qanday hukmron oldida, har qanday zo'rlik oldida va nomuvofiq kamsitish oldida bo'ysunish va itoat qilishni tanlaydi. Bo'ysunib nima qilishni tanlaydi. Qarshi turishni tanlamaydi. Har qanday Xitoy hukmronligi xalqni mushundaq xalq qilishga intiladi. Uyg'urlar bunda xalq bo'lishni Xitoy qabul qilmaydi. Me'yorki nurg'unlar Xitoyni maqtayotganlar biz mushtaq maqsad Xitoylarning mushtaq bir odami bo'lamdiqki deb tirishyotdi. Xitoylar bilan "Voy sen bizningki bundan mushundaq oliyjanob qulimiz bo'lsa, mushundaq Shunming degan bo'lsa" deb uyg'urlar ularni olmaydi. Ikkinchisi Jenming degani Xitoycha biye yug'oy liangshanduy deydi. Degani bu yerga jen degan xat pastkash, razil, iflos degan ma'noni bildirdi. Jenming degan eski va buzuq xalq degan ma'noni bildirdi. Bu xildagi xalqning siyosiy huquqi bo'lmaydi. Qonun oldida barobar bo'lmaydi. Jamiyatdagi o'rni va salohiyati eng tuvan bo'ladi. U faqat qul bo'lish, haqorat va xorlash bilan oshna bo'lish, qiynash va azobni o'ziga o'ziq qilish bilan yashaydi. Ular eng japa mushavvatlik, azob uqubatlik, eng paskina, maoshi eng tuvan jamiyatning ko'ngil bo'lishiga arzimaydigan, hayotiga kapolat qilolmaydigan to'plamlar bo'ladi. Xitoyning ko'zida Uyg'urlar mushunda xalq.
yuqoridagi tekshirishlardan bilgini bo'ldiki, Xitoy madaniyatida va ideyasida faqat rin degan salohiyatiga tava insonlarning kishilik huquqi bo'ladi. Shuning uchun Xitoydagi kishilik huquq nihoyat cho'ng. Bu kishi yana rin salohiyatiga erishgan nupus Xitoyning 5%ni oran yetidi. Bularning qonun cheklimi bo'lmaydi. Bularga qonun cheklimi bo'lmaydi. Davlat boyligini xohlagancha o'zining qilib olaydi. Xohlagancha xalqlarni tutalaydi, sulalaydi, qiynalaydi, o'ltiralaydi. Qolgan 95% nüfus min toplamiga kiradi. Bularda kishilik huquq bo'lmaydi. Tarixdan tortib o'zining 95% aholisiga kishilik huquq bermagan Xitoy hukmronligi Uyg'urlarga bu huquqni qandoq bersin? Kishilik huquqni talab qilayotgan Uyg'urlar ozroq Xitoy madaniyatini o'rganish kerak. Hozir mushu qilayotganlarga Uyg'urning oldiga chiqib so'zlayotganlar Xitoy madaniyatidan, Xitoy tarixidan, madaniyatidan bilimi nol desak bo'ladi. Xitoy bilan G'arbning hukumat bilan xalqqa bo'lgan tushunchasi o'xshamaydi. Hukumat bilan xalq bo'lgan tushuncha. Bir kishilik huquqni o'xshamagan yo'lga yetaklaydiganligini bildirdi. Bularning Xitoy bilan G'arbning hukumat bilan xalqqa bo'lgan tushunchasi o'xshamaydi. Birinchi, mana sizning G'arbda yashayapsiz, tekshiring. Birinchi, G'arb siyosiy madaniyatida xalq bilan hukumatning munosabati hamkorlashishni ham qarshi turmoqni ko'rsatadi. Tanqidlaydi xalq hukumatni qila oladi. Kishilik huquqni hukumatga bo'lgan cheklama deb qaraydi. Masalan, Amerika qonunida davlat tuanga tushing, mana tuanda qor qilib qo'ygan ekan. Tuanda. Bo'ldi. Masalan, Amerika qonunida mandaq gap bor, Kongressda davlat qurultayining xalqning erkin so'zlash huquqiga xiloflik qiladigan hech qanday qonun chiqarish huquqi yo'q. Ma Amerika qonun deb. Xitoyda kishilik huquq degan yuqorida so'zlab o'tgan 5% odamning huquqi, qolgan 95% odamga berilgan huquq bo'lsa, hayot huquqi va turadigan uyi bo'lish va hayotga kafolat qilish huquqi. Lekin mana bu huquqni hukumat ta'minlaydi degan sizga. Bu sizning hayot huquqingiz, turadigan uyingiz bo'lish huquqi, hayotingiz kafolat qilish hukumat ta'minlaydi. Esingiz bormi, saralada o'ylingiz bor. Ash o'ylinimi hukumat, ma yer hukumatning deydi. Bu hukumat yo'q vaqtida Gongsandan qurun necha 100 yillik oilalar 1000 yilga yaqin Qashqadaryoda uylar bor. Shunimi hukumatning yeri deydi emas. Bu huquqni hukumat ta'minlaydi. Hukumat ijozat qilmasa, bu huquqdan bahramand bo'la olmaydi. Xohlagancha buzib ketib uylarni vayron qilyapti, to'g'rimi? Chunki yer hukumatning deydi. Buning natijasida Xitoy hukumati xalqning o'ziga tayindiganligidan foydalanib cheksiz huquqni saqlaydi. Uyg'urlar texi bu 95%ning ichiga kirmaydi. Uyg'urlarni mushu 95% Uyg'urlarni texi mushu 95% Xitoy o'zining quli da'vatga Xitoylar bo'za ketdi. Men bir vaqtida bir vatandan kelgan bir bola bilan kaptika bir odamni ko'rashmaydi. Telefon so'zlashib qolib ahvolini desam turib ketib. Men sana bir so'z bilan vatandagi ahvolni deb beray dedim. Masalan, 10 qovul bir Uyg'ur Ardovchani oldida tug'an bo'lsa, bir maynat bir Xitoy kelib hammasini qo'ng'i tep kelsa, gap qilmay turmiz deydi. Bir misanka akir ketdi deydi. Arzamdi deydi. Xitoyning birida qo'yib turmay butun bolalarning vayron bo'ldi, arzamdi deydi. 10 misini qo'ng'i tep chiqqach jim turmiz deydi. Bir ig'ir so'z bilan ifodalab berdi menga. Bu G'arb bilan Amerikaning ikkinchi farqi. G'arb hozir boyatın siz deb o'tib ketgan 95%ning qo'li ekanda, taqa. Bu 95%ning muzaffarlar texi bu 95%ning qo'li.
alaylı kullanının içindeki cemmin, pəskeş kullar kırdı Uygurlar. Mandakta kullar, bu pəskeş kullarının pəskişi kırdı Uygurlar. İkinci, G'arbda barlıq insanlar kanun aldıda başkur, kanun arqılıq başkuruludu. Şunun üçün hukuk bir partiyadan yana bir partiyaga, bir adamdan yana bir adamga o'tganda tüzüm sistema, dikkat qilinglar, tüzüm sistema adamlarning o'rniga va boyligiga qaramay asosiy rol o'ynaydi. Bu boymi nimsa yo'q, asosiy rol o'ynaydi. Xitoyda kim hukukni olsa, şunun gibi kanun bo'ladi. Rasm 19'ga kelib qo'ying. Mana rasm axatni ko'ring. Mana Junyao Chensi, Chen Buda Busi degan gap. Keyin bir gap Fuyao Simang, bu gap bu mang degan. Ma degani podshoh seni o'l desa, cho'qim o'lishing kerak. Bo'lmasa, sen podshohga sodiq bo'lmaysan. Sodiq bo'lsa, unda odamni podshohlar qanday qildi? Necha ming podshohga podshohlab o'ldirdi. Onlarga Xitoylar bir gap Fuyao Simang bu gam bu var dedi. Hatta dadang budatlı balını öl dese öldü, ölmeydiği hukuku yok deydi. Mana Xitoyning tarix madaniyatları hammasi men mishaga tunishtirdim. Men qisqacha buning bir xulos tarix so'zlab o'tay. Agar choq fikringlar bo'lsa, savolinglar bo'lsanglar, men summary so'zlab o'tay. Tarixga nazar solsak, o'xshamagan davlat, madaniyat va jamiyat o'z ahvoliga asosan kishilik huquqqa aniqlama berdi yoki uni oydinlashtirdi. Ba'zi yerlarda kishilik huquq bir yurish alayda qonun va qonun chiqarishni o'z ichiga oladi. Boshqa ahvollarda kishilik huquq faqat mazkur rayondagi shaxsiylarning axloqiy va umidini aks ettiradigan yetakchi ko'rsatmalarni bayon qiladi. Hozir kishilik huquq xalqaro qonun va xalqaro munosabatda muhim o'rinni egallaydi. 100 dan ortiq davlat 1966 yildagi Birlashgan Davlat Tashkilot ahdnomasini qabul qildi. Yevropa, Afrika va Latin Amerikasida rayon insoniy huquq tuzumi yo'lga qo'yildi. Bir davlat har bir rayon bo'lsa, shu rayonlarning insoniy huquq yo'lga qo'yildi. Dunyo kishilik huquq navbatdagi insoniy huquq kapolatining nima ekanligini hamda uning qanday ishlaydiganligini tushuntirib berdi. Kishilik huquq nazariyasi inqilobiy va inqilobiy ideya va demokratik kurashlarni ilhomlantirdi. Bu siyosiy jihatdan fuqarolarning huquqini qo'g'dashga majburladi. Kishilik huquq nazariyasi barliq insonlarning barobar erkinligini va barobar muomala qilinishining kerakligini ko'rsatdi. Har qaysi davlatlarning qonun oldida hamma odam barobar bo'lish talabi xalqaro kishilik huquq qonunining taraqqiyotiga mos kelishi kerakligini talab qiladi. Amerikalik faylasuf va mutafakkir tarixchi Richard Rorty qatorliq falasuflarning ko'z qarashida kishilik huquq va kishilik huquq nazariyasining taraqqiyoti zo'r darajada g'arb ideyasida taraqqiy qilib yetib chiqqan. Demisizmi, kishilik huquqi asosiy g'arb ideyasidan kelgan. Nurg'un kishilik huquq nazariyasi va falsafa usullari Yevropa jahongirlik va inqilob davrida taraqqiy qilgan. Demisizmi, Fransiyada kishilik huquqlar, Fransiya inqilob jarayoni, podshohni og'dirish jarayoni taraqqiy qilgan. Nurg'un Yevropaliklar g'arblik jahongir davlat, u davlatlar, bu davlat besish jarayonida bularning bu ideyasi tayyor bo'lgan. Hozir zamondagi kishilik huquq sistemasi butkul tarix va madaniyat halqan insoniy qadr-qimmat talablarining varisi. Bu dunyodagi ulug' falsafa, din va madaniyatning chidamliq omillarini ifodalaydi. Mana mishablar tugdim, kishilik huquq degan ulug' narsa, lekin u Uyg'urlarga tegmagan narsa. U biz Xitoy madaniyatida kishilik huquq degan hukm yo'q, xalqqa bermaydigan bir madaniyatning ichida biz
yo'q narsani talab qilyapmiz kishilik huquq. Kishilik huquqni talab qilish Uyg'urlardagi bir zo'ravonlik, bir axloqsizlik, bir qashonlik, bir dudlik. Sen o yo'q nimani talab qilsa, xuddi men sizga yiningizga berib, menga 1 milliard pul berib turadi deb, men pul yo'q deysangiz, sizni shu urib so'qib ashlab ba deb turibsam qanday bo'ladi? Shuning o'xshash narsa. Mening gapim tugdi. Savolinglar bo'lsa bo'lay, bo'lmasa oyoqlashtirayli. Oy. Divandan non tilaydigan qalamlar deb tilaydigan bir gap bo'lgan. Ama bayatni ben diqqatini çekken narsa nima bo'ldi desa, o'xshash bir masalaga nisbatan o'xshamagan izohatlarni o'tirib chiqayotganligi diqqat jalb qiladigan masala ekanda. Bizning ziyolilarning orasida shu kishilik huquqqa aloqador bo'lsin yoki boshqa masalalarga aloqador bo'lsin, xalqaro manda deb tushuntirib kelib, buni talab qilish ma'noga tushadi. Buning ma'no bir parchasi yoki falon narsaning materiali degandek izohatlarni berdi-da. Amaliyotda Xitoyning nimasiga borgan chog'da, u Xitoyning o'lchamiga borgan chog'da xuddi kishilik huquqdagi o'lchamga o'xshash, shuningdek Rin bilan Mingga o'xshash farqlangandek, Xitoydagi anglama, ya'ni Xitoydagi ma'nosi, iste'mol uslubi va ta'badagi alohida farq etadi ekanda. Bu tarafga meni diqqatimni chekdi. Shu masalan kishilik huquqni beshidan yaxshi tasvirlagan kishilik huquqning tarixida butun qurilishidan, paydo bo'lishidan tortib oxirgi muqimlashib dunyoviy qonunga yoki dunyoviy bir huquq nimasiga aylangan, e'tirofga erishkichi bo'lgan butun jarayonda rayon, irq, millat, din cheklanishga uchramaydigan bir anglam ekanligini tushuntirildi-da. Shu jo'g'rafiya bilan munosabati yo'q. Hech bilan munosabati yo'q ekan. Butun insonlik bo'ldi ekan, bu insonning mushu huquqlardan, huquqlardan foydalanish haqqi borligi chiqib turdi ekan. Endi Xitoyga kelgan chog'da Xitoy insonlarni necha turga ayirib etgan ekan. U yig'lab yolvarsimi, darajaga kirmasa, bilet olmasa kino ko'rolmaydi degandek, bunga kirolmaydi ekan zaten. Sizning fahim baqirak urg'ulagan yeringiz Xitoyning o'zida kishilik huquq yo'q ekan zaten. Kishilik huquq chunki barobarlik asos qilgan narsa bo'lgani uchun, barobarlik boshdan oyoq Xitoyda necha darajaga bo'linib insonlarni barobarsizlashtirib etgan bir sistem bo'lgan ekan. Uningda kishilik huquq yo'q ekan, uningdan kishilik huquq xo'yan o'rinchan deb vaqiradi masalan namoyishlarda. Ya'ni bayat degandek divandan non tilaydigan qalamlar bo'ldi ekanda. Tushunmaydi vaqiradi. Va divandan non tilsangiz qay divanlar berdi? Nonni sizga ancha pulmi berdi? Sen yana qasa o divanlar non uning darajasi yo'q-da. Xitoy tarixini o'rganmaydi. So'zlayverdi. O'rganmaydi bu Xitoy millatining nima ekanini tarixini o'rganmay. Ilaqa hozir bugungi Xitoyda eng cho'ng bir gap bor. Xitoylar o'zining da chanda yichi yasirin deydi. Huquqing bir daraja yuqori bo'lsa, tuandagi seni mijib o'ltirib deydi. Bir daraja huquq. Siz fujirang bo'lib, o jurang bo'lsa, siz mijib o'ltirib deydi. Huquqning fujirangning oldida fujirang ringi kirmaydi. Fujirangning tuandagilarning oldida bu ringi kirdi, uning oldida ringi kirmaydi. O cho'qim fujirang bo'lgan odam o'zini fukaja bo'lgan odam o'zini men qatorda turib jurang bilan ko'rish kerakda. Agar o'zi rin qatorda mandaq salohiyati bilan jurangga ko'rishadigan bo'lsa, atisini joylaydi. Bu degan noyda harakatchan narsa. Xi Jinpingning oldida har qanday mushtaq qilib turdi. Xi Jinpingning oldida hech kim rin bo'lmaydi. Hammasi o'zini men deb ko'rsatib turdi. Wei Mingfu degan gap bormi? Wei Mingfu o'ttirga bir pashni qo'yibsiz, bu so'zi tamoman o'zgardi. Bu jumla degandacha pashchikitning o'rnini kichkab o'zgartirib bersangiz, mazmuni o'zgarib ketadi. Wei Mingfu hikoya bor, o'g'lim yaxshi o'qidi, dadamga o'xshash, eshak bo'lma degandan orasida bir pashni unutib qolib jazoirdan. Shunga o'xshash. Masalan, Xitoylar tarixni Xitoyning tarixlarida rasmiy Yirin degan bir kitob bor. Kitobda shu Uyg'urlarning yozgan nurg'un tarix kitoblarning nimalar borda. Ashni hozir zamon nimqon qildiysan. Shu vaqtdagi kitobni o'qisangiz, o Sharq Turkiston, Mo'ng'ullar bularga hech qanday Xitoy bilan munosabati yo'q. Bular qanday o'zgartirsa, ash kitobga u vaqtlar peshchikit yo'q. Hozir mush peshchikitni o'xshamagan o'rin qo'yish orqali
bu zaminlarni Xitoydan tarixdan Xitoyning bir zamini deb chiqaryotdi. Tashkikni o'ynash orqali. Şoňaşqa bu mesele açında mesele bu tarix endi qini masalan ikkinchi keyingicha Xudoyim bo'lsa qilamiz men intilyaptimi. Endi bu afqonlarni qilishcha o'z taqdirini o'zi belgilash burun so'zlab o'tib ketdi. Men keyin so'zlab tushundirma. O'z taqdirini o'zi belgilashning asosiy nishoni mustaqillikni oldini olish. Mustaqil degan qon to'kish, buzg'unchilik nurg'unlarni eslatadi. Shunda bo'lmay mushning ichida bir turkum odamlar, masalan Amerika o'z taqdirini o'zi belgilaydigan davlat. Har bir shtat o'zining taqdirini o'zi belgilaydi. Mustaqil o'z taqdirini o'zi belgilashning asli ma'nosi, asli nishoni shu mustaqillikning oldini olish, mustaqil bo'lmaysa deganlikni oldini olish. Hozir biz uni bayroq ko'tarib chiqaryapmizda, hech qanday munosabati yo'q Uyg'urlar bilan. O mustaqil bilan munosabati yo'q. Oshini mustaqillikqa mangadigan yo'l deb ko'tarib ketib bormizda. Yo'q, asli chiqqan yerni ko'rsanglar shu chiqqan dastlabki chiqqan qonunni BDTga bir professor yozgan, maqa uni e'lon ijod qilgan. Shu ijod qilganda buni maqsadi shu mustaqillikni oldini olish, bir davlat odamlar mustaqil talab qilmasin deb chiqargan narsa bu. Bu xuddilaqa to'y qilishning sharti podxoning pichirtiman degan gapkinda. Shuni o'xshash. Shuni o'xshash. Sep kiysak. Shuni o'xshash ekan. Ashuna o'xshaydi ekan. Shuni talab qilib bizni hozir Uyg'urlar mush oldingi NYDning pulini ilib xajlayotganlar bor. Xitoychidan hech qanday hukumimi yo'q, bilmaydi. Rinchen degan gapni bilmaydi. Ama o'z taqdirligini o'zi bilmaydi. Shu kaplan panqiplar Uyg'ur komlablar pulni ilib xajlablar 5 yulduzli yotoqlarda yetib xajlab o'ynab yurishdi. Dunyo sayohatiga aylantirib bilib oldi. Shu boshqa ish yo'q ularda. Hech qachon mushlar bir chiqib bir saknesi xalqaro Xitoy tajovuzchilari bizning davlatimizdan chiqib ketsin degan birsining so'zi yo'q. Uyg'ur bolalar mustaqil o'pi deb go'ldanda aldamchilik, qo'ymichilik qiladi. Xiyonatchilik. Mevlanki bugun o'tirib qo'yilgan shu kishilik huquq deyli, masalan, masalan deyapmizda. Shu kishilik huquqninki Xitoylarning nazaridagi kishilik huquq o'lchimi va inson tutgan pozitsiyasi qatorliq shu mazmunlar xalqaro medialarda ingliz tili qatorliq tillarda nashr qilinib baxtimi? Ya'ni xalqaro jamiyatga Xitoyni to'nishtirish shaklida bo'lib tushuntirilib. Men ko'midim. Endi hozir Xitoy faoliyatchilik kishilik huquq talab qildi, to'g'rimi? Xitoy ular da'vatqini, Xitoy da'vatqini, bizda bunday g'arbdagi narsa, hech qanday narsa bizda yo'q. Biz hukumatimiz bizga shuni bersin deydi. Ularning unda talab qilgan huquqi bor, u o'zining hukumatiga talab qilyapti. Bizning nashr qiladigan huquqimiz bo'lsin, bizning so'zlaydigan huquqimiz bo'lsin deydi. Men burun qadam so'zlab ketdim. Odatda biz odatda bu 3 xil narsa bo'ldi. Erkinlikda itqod erkinligi, so'zlash erkinligi, jo'g'rafiya erkinligi bo'ladi. Bizda bu hech qaysi yo'q. Xitoylar masalan ular talab degan ishni bunda esas itqod diniy erkinligi, so'zlash erkinligi, zuvan erkinligi deb qo'yay, yo bo'lmasa tuproq erkinligi deymiz. Masalan, Falastinliklarda diniy erkinlik bilan so'zlash erkinligi bor. Ularning talashayotgani tuproq erkinligi. Va tuprog'ini bilib oldim, chiqib ketgan deydi. Xitoyda tuproq erkinligi bor. Ularning talashayotgani Xitoy demokrat talashgan bizga diniy erkinlik bilan zuvan so'zlash erkinligini berdi. İranlarda masalan ularning nurg'unda chiqqan diniy erkinligi bor, tuproq erkinligi bor. Qisman şu ayollarning bo'lib bizning ayollarning ma'lum faoliyat qilib so'zlash bunda erkinligimiz bor deydi. Shu erkinlik degan bu 3 narsa. Biz Uyg'urlar bu 3 yilsi yo'q. Tuproq erkinlik bo'lmasa, bu 3 erkinlik biz Uyg'urlarda mushundaq yug'urinib ketgan, oriyanmaysiz. Lekin tuproq erkinlik bo'lmasa, erkinlik zodi bo'lmaydi. Shu Uyg'urlar hozir o'zi ikki erkinlik bilan diniy erkinlik, kishilik erkinlik bilan o'zi Uyg'urlarning tuproq erkinligini qiryapti. Bu Uyg'urlarning mustaqil erkinligini qiriyotganlar Uyg'ur faoliyatchilari. Shular kishilik huquq islomdagi ko'rsatmalarda an'anaviy burundan tortib o'rgangan narsalarimizni qarasak, insonning 5 huquqini o'tirib qo'ydi ekan. Yashash erkinligi, e'tiqod erkinligi,
şan şerpe, izzet, hürmet erkinligi, pul, mal, mülk, boyliq toplash erkinligi, andan keyin sayohat erkinligi ekanda, dunyoning nariga boraman desa, bora oladigan bir erkinlik ulaştırmış. 5 türlük erkinlikni o'tirib qo'ygan ekan diniy manbalarda. Endi bo'lganda maslanga islom dinida xristian dinida Allohning oldida hamma odam teng. Ana shu payg'ambar eng oxirgi so'z deydi-ku, hech qanday odam arablikda ustun emas, arablikmi hech qanday odamda ustun emas. Ma payg'ambarning oxirgi qolgan vidolashish so'zida shu so'z bor, to'g'rimi? Shuning uchun hamma odam teng, barobar. Hajga borsangiz bilasiz, 400 million odam. Bu odamlarning ichida bular divonmi, boymi, davlatmi, uning hech qisi qataş 4 milyon adam tağının astida yatsız, bildi qop, yenimaslik adam nimeligini uqmaysiz, namoz o'qigan. Mishan masjidlarmi namoz qilmas, to'g'rimi? Namoz qil. Yenimaslik odamlar qaqib prezident cho'ng shirkatning million milliard dollarliklar bor. Kirib o'xshash o'qib duo qilib imomning oldida ta'zim chiqib ketamiz. Bu islom dinida bu Allohning oldida hammamiz faqatla bizningki Allohga bo'lgan e'tiqodimiz bilan bizning ustun Allohning oldidagi ustun pastligimiz faqat o'zimizning Allohga qilgan e'tiqodimiz bilan belgilanadi. Bu Xitoylar unday emasdi. Ularning podshosini Tianzi deydi. Tianzi degan Tian degan Alloh, ularnikida xudosi. Zi degan o'g'li. Podshoni Tianzi xudoning o'g'li deydi. Evet, yaxshi oldu. Bugungi programmada yana tavsiya qilamiz do'stlarga. Ya'ni kishilik huquq marksi yoki nomi bilan faoliyat qilayotgan qarindoshlarning bu shu programni bir ko'rib o'tishini alohida tavsiya qilamiz. Bo'lmasa Mavlon Yasin Efendi bilan aloqa qilib Xitoylarning nazaridagi kishilik huquq o'lchimi qarashi tushunchasi bilan xalqarodagi kishilik huquq tushunchasining tamoman o'xshamaydiganligini samimiy bir salonda qarindoshlar. Mavlon aka ko'p rahmat, ajrlik bo'lg'aysiz. Bir yaxshi bir dars oldu. Xudoyim bo'lsa, o'ylashyapman, Xudoyim bo'lsa bu Uyg'urlardagi yon bir Budaqistan tirishayotman, hozir tayyorlik qilmadim, oldimizda ro'za kir ketib boramiz. Hammanglarninki hozir Barat ayi keldi. Hozir masjidlar butunlay attiyalik bomdod namoz bilan mag'rib namozi bilan isha namozining oralig'ida butunlay tafsir so'zlash bo'lib ketdi. Ramazon to'g'ri nochi islom dini bilimlik bo'lib ketdi. Shuning bilan bo'lib ketimiz oldimizga 1,5 oyda. Mayli tanqidiy odam yozgandiki bunda birimlarni so'zlamayman. Ramazon oylar birimlarni tanqidlab ketmaydimi? Şaşkı bu bir ay asasiyetin şu Allah Xudayımızın şu dini seviyelerini üstürüşke hem itiqat bilan şu qilish şu o'tib ketadi. Xudayimiz ro'zdan keyin Xudayim bo'lsa, budaq nimasida o'z taqdirini o'zi belgilashning tarix kelib chiqishini bir hammanglar bilan Xudayim bilsa bir o'zlashib o'tib ketamiz. Bo'ladi hammanglar ko'p rahmat. Oldida Allah Ramazoninglar muborak bo'lsin. Sizning ham shunday bo'lg'ay. Bo'ladi. Bo'ldi. Görüşürüz. Aman bo'lamamsa. Bo'ldi. Allohga omonat. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu yerga qadar bo'ldi. Yana desak, yana deymiz. Mavlon Yasin Efendininki bizga sunib kelayotgan narsalarda ko'pincha amaliy materiallarni izlanish orqali dalil isbotli so'zlab kelayotganligi uchun so'zlash jarayonlarida ba'zan qamchining dasti bilan ketgan ahvollar bo'lsa-mu, qimmati, ahamiyati va bizga bo'lgan manfaati tufaylidan biz qo'llab kelyapmiz, ekranimizda xizmatda bo'lib kelyapmiz. Raddisi bo'lgan qarindoshlarning o'xshash shaklda insonning shaxsiyati yoki boshqa taraflarga tegmasdan fikr ustida fikr bilan kelsa, albatta ularning xizmatida bo'lamiz deb keldik, ham shunday kelyapmiz. Bugungi programmada yana boshdan oyoq tafsiliy ko'rgan qarindoshlarga rahmat aytish bilan birga, ko'rmay qolgan qarindoshlarga tavsiya qilib qo'yg'aysizlar. Bugungi shu darsda hisobda kishilik huquq haqida bir resmiy bir obdan bir tushunchaga ega bo'ldik, diyaligidek bir program bo'ldi. Onun uchun hammanglarga manfaatli bo'lishini Janob Allohdan so'raymiz. Omon bo'linglar, kelar qatam programda ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.